qanaqa holatda kelsa enter qilasiz, qanaqa holatda kelsa impuls bo'ladi, qanday holatda kelsa zonalar olinadi, hammasi tushuntiriladi. Hozir 15 minutda shu SNR bo'yicha internet multiframe ishlatib SNRni ham ko'ramiz. O'zbeklarda GPSNRni hech kim chiqarmagan ekan. O'zbeklarda, O'zbekistonda GPSNRni hech kim tushuntirmagan. Malayziyada ishlatiladi. Open price. Ana shularni bugun ham ko'ramiz. Open price degan tushunchalar bor. Switchlarda ochilish yopilish nuqtalari. Buni Begzodagi bir 2 yil oldin darslik chiqargan ekan switchlar bo'yicha. O'shani faqatgina aktuallashgani, ya'ni bozorda ketma-ketlik bo'yicha tushuntirib beraman. Masalan, bozorda zonalarda olasizlar, zonani olgandan keyin qanday harakat qilishini tushunmay qoladi ko'pchilikda. Bozorda impuls bo'ladimi, yo откатный zonami, nima uchun откат bo'ladi? Bo'lgan hamma narsa tushuntiriladi. Bo'lmasa kat mana bu demand zonada bo'lar ekanda, to'g'rimi? Impulslarni qayerda o'zi g'oya bo'yicha qarangda, qanday SNRda o'zi bor-ku. Uning bo'limlari bor-da. Bo'lsa, oddiy support registrning o'zi holati bor, SND holati bor, har xil holati bor. Faqatgina SNDda switch olinadi. Mana eng oddiy tilda tushuntiray, ko'cha tilida aytadigan bo'lsam, SND zonalarida faqat switchlar olinadi. SNR zonalarda esa shpilkalar bo'yicha ishlanadi ko'pincha. E'tibor berganmisiz? Singan nuqtadagi shpilkalar. Shunday berganman. SNDda faqat yoki reaksiya beradigan switchlarni tanasi olinadi. Bu SNRda o'sha tana shpilka qilib olinadi zonalari. SNR kengroq narsada aka, 1 oyga yoki 2 oyga tushunadigan narsa emas lekin SNR. To'g'risini aytaman. Sodda, lekin ozgina vaqt cho'ziladi. Ozgina vaqt ketadi narsaga. O'rganishingiz uchun. Bo'ldi aka, rahmat. Charchamang Jasur aka. Bo'ldi aka. Hozir xudo xolasa savollaringizga javob beramiz. Olmaymiz. Xo'p, rahmat aka. Biz shogirdlarim kirishdi boshlabdi. Assalomu alaykum. Jasur aka, Nora Baystra SNRni ham o'rgatasizmi? Xabaringiz bormi yoki faqat Malayziyami? Qaysi? Nora Baystra usuldagi. Nora ko'pincha ko'yimlar bilan ishlaydi, periodlar bilan ishlaydi, ko'yimlar bilan ishlaydi, SSR bilan ishlaydi, RRS bilan ishlaydi. U ketma-ketligi bor-da, u aytaman-ku, kengroq narsa. Bitta tushuntirsam ham bo'ladi, faqat tushuna olaman desangiz tushuntiraman. Nima qizig'i? Jasur aka, bu SNRda hozir ключевой joylarni ham aytib ketasizmi yoki unga e'tibor berasiz? Agar YouTube'ga ko'rgan bo'lsangiz aytasiz, ko'rganman deysiz. Hamma masalan hali efir boshlangan 10 minut bo'ldi. Hamma masalan AV deydi, to'g'rimi? Masalan A deydi. Bu hit bo'lib ketganda V deydi. SNRlarda oddiy qilib aytsam, kulchaviy gaplarida hamma SNRga bir xil gapiradi. Yomonlamoqchi emas, hamma bir xil gapiradi demoqchiman. Bu masalan A zonadagi switchasi. Yo, to'g'risini aytaman-da, masalan ketma-ketligini aytmoqchiman. Hozir dars bo'lsa boshlansa tushuntiraman. Ya'ni buni ichida aktual sham bo'ladi. Buni ichida aktual sham bo'ladi. Buni buzib o'tgandan keyin nima uchun buzib o'tadi? Buzib o'tgandan keyin qanaqa harakat kutishimiz mumkin? Qaysi time frame ga qarashimiz kerak? O'sha narsalarni tushuntiraman. Ko'pchilik ключевой joylarni aytib ketmaydi, o'shanga so'raganman. Mayli, agar men tushuntiraman, agarda aytmadingiz desangiz, yana ochaman kartani, bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi aka. Men ham shu narsani so'ramoqchi edim-da, o'zbek traderlar ключевой joylarni ko'p yashiradi-da. Ключевой joylar kerak-da bizga. Joy kerak bo'lsa, live savdo qilamiz aka, biz har kun qilamiz. Bir kun emas, har kun live savdo bo'ladi. Kirib savolingizni bemalol beravering, bepul aka. Plat emas-ku. Okajon, Malayziya SNRda razdel periodli ishlaydimi? Ishlatiladimi? Ana shuni open price deyiladi. Razdel periodda open price hozir GPSNR bor-ku. Mana shu GPSNRda open price bilan qo'shsangiz, periodga qo'shsangiz, keyin nima hosil bo'lishini tushunasiz. Kengroq narsa. GPSNRda ko'pchilik, to'g'risini aytaman, chalkashroq mavzuda. Ya'ni chalkash degani GPSNRda o'zining ichida shakllanadigan shami bor. Ketma-ketlik bor-da, ya'ni algoritmda ketma-ket sanash bo'ladi-yu, 1 2 3 4 5 deb sanaymiz. Xuddi algoritmda ham bunda ham shunday narsalar bor, ketma-ketlik bor. Bugun shunda hammasini mix qilib berasizmi yoki shunda shunaqa dars bo'ladimi? Agar 3 ta dars o'taman, 3 ta darsga 3 ta strategiyasi beraman, bo'ladimi? Masalan, tayyor. Agarda o'sha bilan daromad qila olmasangiz, bilmadim, lekin trading sohasini tashlang deyman. To'g'risini aytaman. Tayyor narsa yasab beramiz sizlarga.
Bo'ldi, gap yo'q, rahmat. Nimani? Bitta iltimosim bor edi. Deb. Mana bir dars tushuntirasiz-ku, misol mana bunaqa chiziqlar bilan emas, o'sha bozorda tushuntirsangiz bo'ladimi? Misol bunda ko'rishga udobniy. Bitta joyini aytaman. Ismingiz nima sizni? Boburjon. Uzr, eshitilmadi. Boburjon. Boburjon aka, qarang. Любой parayizni aytasiz. Bo'ladi, любой parayizni isbotlaganaman. Bitta parada emas, любой parayizni isbotlaganaman. Faqatgina bozorda oddiy qilib aytilganda hamma bir xil ko'radi. Ya'ni qanday? Agarda bizda mana shu tanga deb tushunadigan bo'lsak, tangani oldi qismi deb tushunadigan bo'lsak, hamma bir xil ko'radi. Bir xil. Lekin tangani mana bu qismiga e'tibor berishmaydi. Nima uchun u holat bo'lishi kerak? Qanaqa shamlar kelyapti? Nima uchun ketma-ketlik bormi? Tasdiqlanganmi, yo'qmi? O'sha narsalarga e'tibor berish kerak. O'sha joylari bor. Keyin har bitta shpilka o'zi gapiradi. Bitta narsani to'g'ri tushuningizlar. Har bitta shpilka ketma-ketlikda gapiradi. Yechilgan shamlar bu, yechilmagan shamlar bu. Qaysi time frame qarash kerak? O'sha yechilgan shamni, o'sha holatlari ham borda. U yo'q endi tajriba. Bobur aka. Xo'p bo'ladi aka, tushunarli. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Ana sabit resistance bor aka. Xo'p. Misol uchun yo minimumda yo maksimumda bo'lsa, haligi yig'ilib qolgan joyda sabit resistance deb olamiz-a? Yo'q, bozorda minimum yoki maksimumda olinadi sabit resistance. Atrobotka zonalar olinadi doim. Ashani Aslbek aka o'tib beradi. Haligi asha yorib o'tgan kulchani uruylar bor aka. Ob'yom bilan yorib o'tadi-yu tanish ham. O'shanda minimumiga kichkina time frame'ga o'tib Fibonacci'ni tortsak 618 zonasiga boryapti. Shunga yana birorta filtr qo'shsak bo'ladimi? Hozir ko'rasizda. Tan qo'shib beraman. Xo'p. Xohlasangiz Fibonacci aka. Xohlasangiz Fibonacciga qo'shib beraman. Xohlasangiz boshqa narsaga qo'shib. Ixtiyoriy strategiyani ayting. Men kombo qilib beraman sizga bo'ladimi? Ixtiyoriy strategiya farqi yo'q. Faqatgina ICT ni aytmaysiz. Nima uchun? ICT da termin ko'pda. FVG deydi, IFVG deydi, PPR deydi, imbalans deydi, bir dunyo narsasi bor. Uni birinchi navbatda yodlashingiz kerak-da. Maqsadini tushunishingiz. Bunda termin kamda, SNR da termin kam. Faqatgina mohiyatini tushunsangiz bo'ldi, ishlatasiz. Xo'p, rahmat. Jasur aka, shu bozorda SNRga taalluqlimi, masalan, liquid? Da. Juda taalluqli. Fake outlar nima uchun bo'ladi deb o'ylaysiz? O'shani so'ramoqchi edim-da. Fake outlar o'sha uchun bo'ladi. Zona nima uchun SNRda bitta oltin qoidasi bor-da. Zonani tanab bilan proboy qilmasa ekan, u zona buzilgan hisoblanmaydi. Shpil ko'radimi? 500 punktli shpil ko'radimi? O'sha zona buzilmasa ekan tana bilan u aktual turaveradi o'sha zonangiz. O'sha SNRga qaysi time frame aktual doim? Hozir tushuntiraman aka. Hozir hamma qilsa, ya'ni 5 minut kutamiz, bo'ldi keyin boshlaymiz. Keyin bitta xarakter bor. Tushuntirgan narsani iloji bo'lsa olishga harakat qilinglar. Ya'ni yangi odam kirib efirda o'rtadan chiqib qolsa ham tushuntirish g'alatiroq odam. Assalomu alaykum, Jasur aka, tuzimsiz? Assalomu alaykum, qanaysiz, brat, tuzimsiz? Rahmat, charchamayapsizmi aka? Xudoga shukr, o'z qanaysiz? Savdolar qanaqa? Zo'r, rahmat. Bo'lyapti, xudo xolasa, yoryapmiz. Ketyaptimi? Dollar yana ko'rdingizmi, uchib ketganmi? Ha, ko'rdim. Asha aytilgan joydan ketdi. Ketma-ketlik bo'yicha-da. Albatta. Ha, gap yo'q, analizga gap yo'q uni. Hozir o'shani tushuntiraman, nima uchun shanaqa toplayapti o'lasan. Aka, hozir xuton mahal bo'lib qoldi. Bir 5 minutdan keyin boshlasak bo'ladimi? Hammada uzr so'ragan holatda. Namozlar yo'q chiqingizmi? Bo'ldi, rahmat aka. Jasur aka, yana bir savolim bor-da. Xo'p. Ahmad akani ham taniysizmi? Qanday trader shu? Men hech kim haqida fikr bildirmayman aka. Yoqtirmayman fikr bildirish. Agar men haqimda fikr bildirishsa, men fikrimni bildiraman. Ungacha fikr bildirmayman. O'zim gapirishni xohlamayman odam, boshqa traderlar haqida gapirishni xohlamayman. Hamma o'ziga javob bersin deyman-da. Hamma o'zi uchun zo'r. Men zo'r emasman, prosta bozorda ko'rsatib isbotlab beraman, bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganingiz esa endi yaxshi tushuntirgan ekan demoqchiman-da. Narsani aytaman, har bitta strategiyani insoni bor, masalan, trader. O'zi uchun yaxshi ko'rgan strategiyasi bor-da. Yaxshi tushunadigan joyi bor bozorda.
o'sha holat shakllansa, normalniy lot bilan kiradi o'sha holatda. Jasur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kanal bor dedingiz, o'sha yerda live bo'ladi dedingiz. U kanalni silkasimi yo linkini tashlab bera olasizmi-ki? Yo'q, linkini tashlamayman, chunki bu o'zimning kanalim emas, shu Bekzod akaning kanali. Просто GRT men o'zimniki bo'ldi. Shu GRT qanaqa yozilgan bo'lsa shu live bo'ladi. Ixtiyoriy ko'rib chiqingizda aka, ixtiyoriy. Naqadar turibdi-yu reklamada sizda. Reklamani o'zida turibdi-da, o'shaning uchun. Shu yerga kirib qanaqa qo'shilsanglar bo'ladi bemalol. Jasur boshlasangiz bo'ladi. Hozir ana boshlaymizmi? Ha, boshlaymiz. Boshlasak bo'ladi. Vaqtim o'tib ketdi ancha. Men shuni xuftonib o'qib olaman. Yo, o'sha xuftonni o'qib olaman debsizda bitta ikkita odam. O'shaning uchun aytdim, kirib olishsin deb turdim. Endi hozir 150 ta odam bor. Bitta ikkitani deb 150 ta odam qilsa bo'lmaydi. Voy bo'lsa boshlaymiz. Birinchi navbatda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Meni ismim o'zi Jasur. O'zi haqiqatan ham Jasur. Ya'ni o'zim 4 yildan beri 2021-yildan beri trade qilaman. Shu kanalim ochilgan, o'sha paytdan beri live savdo qilib 4 yildan beri trade qilib kelaman. Ya'ni har bitta strategiyani ketma-ketligida ulashga harakat qilaman birinchi navbatda. Ya'ni bitta strategiya topib bo'lgandan so'ng iloji boricha sizlarga maslahatda, ya'ni bu nima desam, aqlli qilish emas, har bitta strategiyani notomoni bo'ladi. Shu narsani bilishlaringiz kerak. Ya'ni qanaqa SNR zona bo'ladimi? Ya'ni SNR bo'yicha savdo qilasizmi yoki ICT bo'yicha savdo qilasizmi? Siz nima o'rganishingizdan qat'iy nazar o'sha strategiyani notomonini tushunmas ekansiz, bu sohadan daromad qilishingiz qiyin bo'ladi. Nima uchun deganda, siz o'sha notomonini ko'rgan holatingizda o'sha zerkani ochmagan bo'lasiz. O'shaning uchun iloji boricha har bitta strategiyani notomoni bilan o'rganishga harakat qilingizlar. Ya'ni bugungi vebinarimizda biz impulsdan oldin shakllanadigan modellar haqida, ya'ni noodatiy ishlash uslubi GPSNR, ya'ni malayziyaliklar ko'p ishlatadigan GPSNR bo'yicha savdo qilamiz, o'rgataman va aktual shamlar haqida o'rgataman. Ya'ni aktual sham deganda nimani tushunishimiz kerak? Har bitta zonani o'ziga nisbatan ishlab berish koeffitsiyentini yuqori qilib beradigan shamlar bor. O'sha holatni nimadan keyin nima shakllanishini tushunishingiz kerak. Xo'p, endi bugun sizlarga har bitta strategiyani foydalanishingizdan oldin har bitta insonning o'zini multi time frame'lari bo'ladi. Time frame'lar orqali ishlash degan tushuncha bor, to'g'rimi? Ya'ni biz o'sha narsani sizlarga boshidan men o'zim ishlatadigan time frame'lar va nima uchun ishlataman va qaysi time frame'dan holat ko'rsam, qaysi time frame'ga enter qilishimgacha tushuntirib beraman. Birinchi navbatda time frame'lar haqida gaplashamiz. Ya'ni time frame'lar qachon aktual bo'ladi, qachon ishlatsak bo'ladi, qaysi time frame'ga qaraganda qaysi time frame'da ishlatiladi degan savol tug'iladi. Birinchi navbatda e'tibor beringlar. Doim men o'zimning ishlash uslubim bo'yicha doim ikkiga bo'laman bozorda. Men doim yo'nalish time frame'ga qarayman. Ikkinchisi entry time frame'ga e'tibor beraman. Ya'ni bular bir-biriga bog'liq. Ya'ni har bitta strategiyani bir-biriga bog'liq bo'lgan qismi bo'ladi. Ya'ni time frame'larga e'tibor beringizlar, yo'nalish time frame bo'ladi, entry time frame bo'ladi. Ya'ni bularni qanday ishlatamiz degan savol tug'iladi. Agarda siz Debir time frame'ga qarab analiz qildingiz, to'g'rimi? Agarda siz Debir time frame'ga qarab analiz qiladigan bo'lsangiz, doim entry time frame'ni men o'zim ishlatadigan sistema bo'yicha H1 M30 time frame'ga qarayman. Ya'ni H1 yoki M30 time frame'ga qarab entry qilaman. Ya'ni entryni shu time frame'larga qarab qidiraman. Agarda men H4 time frame'ga qaraydigan bo'lsam, SNR zona yoki qandaydir zonalarni oladigan bo'lsam, H4 bo'yicha doim enterni M30 va M15 time frame'ga qarab enter qidiraman. Ya'ni shamlarni ketma-ketligiga qarab. Eng kichkina time frame, yo'nalish time frame'ga men H1 time frame'ni olaman. H1 time frame'dan kichkina time frame'dagi strukturaga tushmayman men. Nima uchun deganda, doim H1 dan kichkina time frame'larda fake outlar ko'p bo'ladi. O'sha holatni nazarda tutgan holatda M15 time frame'ga qarab enter qilaman. Ya'ni bu har bitta strategiyani o'zini time frame bo'lgani kabi, men o'zim ishlatadigan sistemani bir qismi hisoblanadi. Ya'ni hozir bugun sizlarga o'tib beradigan vebinarimni bir qismi hisoblanadi. Debir time frame'ni doim unutmayingizda, men o'zim ishlatadigan sistema bo'yicha H1 M30, H4 kelsa
Nima uchun bunaqa deyilganda, H4 olindimi, entry doim o'zida ikkita kichkina time frame ga qarab enter qilsangiz bo'ladi. H1 olinyaptimi? E'tibor bering, ikkita kichkina time frame M15 va M5 time framelar bo'ldi. Demak, menimcha bu qismi tushunarli, to'g'rimi? Time framelar tushunchasi. Xo'p, endi bizda o'sha mashhur bo'lgan, hamma SNRchilarga mashhur bo'lgan AV qismini gaplashamiz. Ya'ni AV qismlar, ya'ni birinchi mavzumiz bizda impulsdan oldin shakllanadigan holatlar, modellar dedik. Ya'ni o'sha modellarni tushunishimiz uchun ushbu holatda bir qismini tushunishimiz kerak. Ya'ni nima uchun AV deyiladi? Ya'ni AV deyishiga sabab doim A zonani yuqorisi bizda resistance zonaligini tasdiqlaydi. V zona quyi qismi esa doim bizda support zona ekanligini tasdiqlaydi. Endi nima uchun shu zonalarga nisbatan urg'u beriladi? Ya'ni nima uchun resistance zona aktual deyiladi? Nima uchun aktual deyilmaydi? Ya'ni bu o'zimizning ishlash uslubimiz bo'yicha shuni bir qismini ochib sizlarga tushuntiraman. Doim biz resistance zona deb oladigan qismimizda, ya'ni bozorning maksimumi va bozorning minimumi bor, to'g'rimi? Mana shu qismimizda doim eng e'tiborli qismlardan bittasi, qarangizlar. Eng e'tiborli qismlardan bittasi bozorda engulfing bo'ladi. Ya'ni bozorning nimasi? Engulfing shami bo'ladi. Va ushbu engulfing shami bizda resistance zonani, ascending zona yoki resistance zonamizni aktuallashtirib beradi. Va ushbu zona bizga SNR zonamiz bo'yicha hamma faqatgina sizlarga line chat holatini tushuntirishi mumkin, lekin ichida qanday sham bo'ladi, nima uchun o'sha sham xarakter ko'rsatishi kerak, nima uchun xarakter ko'rsatmaydi degan savollaringizga javob beraman. Endi e'tibor beringizlar. Bizda ushbu zona resistance zona deb oldik, to'g'rimi? Xo'p, resistance. Endi alfabetda bitta ikkita kamchiliklar bo'lib qolsa, to'g'rilab olasiz o'zlaringiz uchun. Resistance zona deb oldik. Lekin line chat holatda mana bu holatni ko'rishlaringiz mumkin. Line chat holatda bizda resistance zona deb olishimizni tasdiqlab beruvchi engulfing sham bo'ladi. Va ikkinchi holati bor. Bitta sell shamni 2 va 3 ta sham bilan yorib o'tsa ham aktual hisoblanadi. Resistance zonamiz. Endi e'tibor beringizlar. SNR zonani oltin qoidasi bor. Ya'ni oltin qoidasi nimadan tashkil topgan? Resistance zonaga kelsa doim bozorda sell idea qidiriladi. Sell signal qidiriladi, buy signal qidirilmaydi. Bozorning minimum nuqtasi support zonaga keladigan bo'lsa, doim minimum nuqtadan biz buy nuqtani qidiramiz. Endi buy nuqtada qanaqa holat bo'lishi mumkin? Ushbu holat bizda qanday holat bo'lishi mumkin dedik? Bozorning minimumida ham xuddi shu holat shakllanadi dedik, to'g'rimi? Hop, bu qismni o'chiramiz. Bu resistance zona bo'lib qoldi. Bizda support zonamiz nima bo'ldi? Bozorning minimum nuqtasi bo'ldi. Endi ushbu zonalar qanday xarakter ko'rsatadi? Sizlarga bir qismini tushuntiraman. Support bo'lib berdi. Endi e'tibor beringizlar. Biz oltin qoidamiz bo'yicha bizda resistance zonamizga kelgandan so'ng biz sell signal qidirishimiz kerak dedik. Support zonamizga kelsa, biz doim buy signal qidirishimiz kerak dedik. Endi shunday holatlardan bittasi aktual shart tushunchasi nimadan iborat? Bizda doim resistance zona buzilgandan so'ng ushbu zonada buzilish mobaynida urg'u mana shu qismni buzilish mobaynida beriladi. Shu zona buzib o'tildimi? E'tibor berishlaringiz kerak bo'lgan qism, agar shu qismda engulfing shami bo'ladigan bo'lsa, bitta shamni katta sham bilan yutgan holati bo'ladigan bo'lsa, ushbu zona bizda xarakter ko'rsatadigan. Ya'ni shu zonada bizda impuls bilan ketishini tasdiqlaydi. Bir xil holatlarda ko'rasizlar, bitta shamni 4 ta 5 ta shamlar bilan buzgan holatini ko'rishlaringiz mumkin. Nima uchun bozor ozgina pastroq tushadi? Ya'ni undan ostidagi mana bu impulsdan oldin shakllanib ketadigan strukturaning engulfing shamini olib ketadi doim. Ya'ni buni hozir bozordan isbotlab ko'rsatib beraman. Endi e'tibor berishlaringiz kerak bo'lgan qismlarni tushundingizlarmi? O support bilan resistance. Kim tushunmagan bo'lsa so'raysizlar. Kimda savol bor? Menda savol bor. O'zi ovozim. Eshityapsizmi? Alo. Gapiring. Birinchi stil zonani ko'rishda yashil shamcha pastga qarab ketgan-ku, u yashil shamcha aslida o'zi selni
Biyurish engulfingmi? Qizilmi aslida u? Buyurish Chunki atrof turgani bozorning qarang, bozorning birinchi tushunishingiz kerak bo'lgan qism nima? Ya'ni bozorning mana shu impuls bor-ku, mana bu impuls. Impulsning tugagan qismidagi oxirgi sham hisoblanadi. Tushundingizmi? Shu shamning yutilishi bizda signal beradi, signal vazifasini bajaradi. Tushundingizmi? tushundim hozir. Rangi yashil bo'lganiga tushunmay qoldim-da. Rangi yashil-ku. Yo, bitta sel shamni uzr. Mana bu qism adashib ketman, uzr. Mana bu baysham. Bunaqa ochilmaydi demoqchiman-da. Bo'ldi, mana sel sham bo'ldi. Men teskarisi qilib qo'yganman buni. Bu sel sham bo'ladi, bu to'g'ri bo'ldi. Endi tushundingizmi? To'g'ri bo'ldi. Demak, bir qismini tushundingizlarmi? Kim tushunmagan bo'lsa savol beringizlar. Nima uchun shu zonadan откатный zona sifatida foydalanishimizni tushuntirdim. Ya'ni SNR zonamizda o'zida откатный zona, ya'ni impulsdan oldin shakllanadigan modellar bor. Endi sizlarga aytganimda tayyor shablonni maslahat strategiyasi beraman. Ya'ni bizda tushunishlaringiz kerak bo'lgan orada savol bersam bo'ladi. Men savol bersalaringiz bo'ladi. Savol beringizlar desam aytingizlar, ayting. Uzr. Mana shu engulfing shamni tanasini o'zini olamizmi yo shpilka tana qilib olamizmi? Ana shu qism eng kerakli joy. Mana bu tana bor-ku, sel baysham-ku. Bayshamning oxirgi yopilish nuqtasi qiziq bizda. Tushunyapsizmi? Ya'ni open price degan tushunchani aytdim bo'yna, hammani oldida. Doim open price degan nima? Ya'ni bozorning bayshamida mana eng qiziq qismi mana shu. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan qism. Bayshamda doim SNRning oltin qoidasi bu ham. Ya'ni ko'pchilik aytilmaydigan zon. Bayshamning ochilish nuqtasi kuchli bo'ladi. Ochilish nuqtasi eng kuchli qism hisoblanadi. Ya'ni bayshamning minimum nuqtasi, minimum tana nima bo'lar ekan? Juda ham kuchli hisoblanar ekan. Chunki bozor ochilgandan so'ng shu zonadan bozor impuls bilan bayotdi. Psixologiyasi bu. Tushundingizlarmi? Open price tushunchasi. Ya'ni impulsning mana shu bayshamning minimum nuqtasi, sell shamning esa maksimum nuqtasi kuchli hisoblanadi. Chunki bozorning sell shamda ochilish nuqta yuqorida bo'ladi doim. Tushundingizlarmi? Tushundim. Endi holatni tushunamiz. Ya'ni sizlarga birinchi engulfing rezistent zona bilan shamlarni qanday aktuallashtirib, qanday ishlatishimiz haqida tushuntirib ketaman. Endi birinchi qismini tushuntiryapman. Hali sizlarda ikkinchi qismga o'tmadim. Endi bitta e'tibor beringizlar. Bozorning maksimum nuqtasi bor, bozorning minimum nuqtasi bor, to'g'rimi? Bozorning maksimum nuqtasini nima qo'ydi? Maksimumni buzib qo'ydi. Mana shu qismga e'tibor beringizlar. Bozorning maksimum nuqtasi nima bo'lardi? Baysham bo'lardi dedik. Ushbu bayshamni nima qilib olamiz? Biz zona sifatida foydalanamiz, to'g'rimi? Ya'ni zona sifatida ushbu bayshamni nima qilardik? Belgilab qo'yardik. Endi e'tibor beringizlar. Bizda bayshamning yuqori tanasi bo'lgani kabi bozorning minimum nuqtasida ham xuddi shunday shamlar bo'ladi. Ya'ni bozorning oxirgi korreksiyadagi sell sham va o'sha sell shamni yutib yuborgan sham bo'ladi. Endi eng e'tiborli qismlardan bittasi qarangizlar. Bozor qachon откатный nuqta bo'ladi, qachon impulsli nuqta bo'ladi. Bozorning maksimum nuqtasi doim откатный zona vazifasini bajaradi. Yoki ushbu zonadan bozor xarakter ko'rsatib minimumga tushishi mumkin, yoki ushbu zonadan maksimum buzishi mumkin, to'g'rimi? Endi hozir buni ichidagi modelni tushuntiraman. Men sizlarga tushuntiraman. Doim bozorda kuchli impuls ushlamoqchi bo'lsangiz, bozorning minimum nuqtasiga e'tibor beringizlar. E'tibor beryapsizlarmi? Eng kuchli impuls doim bozorning minimum nuqtasiga kelgandan keyin sodir bo'ladi. Chunki bu support zona vazifasini bajaradi. Chunki bu zona mana bu maksimumni sinishiga sababchi bo'lgan zona hisoblanadi va ushbu zona kuchli impuls bo'lishiga yana sababchi bo'ladi. Masalan, ushbu zona sizga 500 punktli xarakter ko'rsatdimi? Nima uchun? Chunki shu zona juda ham kuchli bo'lgani sababli, katta igroklar bo'lganligi sababli ushbu zonani buzishga sababchi bo'ldi, to'g'rimi? Endi ikkinchi holatda ham support zonada kelgandan so'ng yana ushbu holat kuzatilishi mumkin. Tushundingizlarmi bu holatni? Ketma-ketligini. Bu holatni tushuntirib o'tdim. Endi e'tibor beringizlar. Ushbu holatlarda qanday modellar shakllanadi degan savol tug'iladi. Endi mana shu qismni chekkaga olamiz. Bu nima bo'ldi?
Qarangizlar, birinchi navbatda bozorni tushunishlaringizdan oldin bozorda sxemasini tushuningizlar. Nima uchun o'sha zonalarda xarakter ko'rsatish kerakligini tushunib olingizlar. Endi qarangizlar, biz ushbu time frame bizda D1 time frame bo'lsa, biz D1 time frame ni entries qaysi time frame dedik? Masalan, bo'yni aytib o'tdim. H1 M30. H1 M30, to'g'rimi? D1 zona dedim. D1 zonani o'zida ikkita zona mavjud. Ya'ni bizda resistant zona supportga aylangan nuqta bor va kuchli support bor. Qarang, resistant zona buzilgan support zona mavjud va kuchli support zona mavjud, to'g'rimi? G'oya ikki xil, lekin maqsad bir xil. Ikkalasi ham bay uchun xizmat qilib beradi. Endi bizda entry time frame nima bo'ldi? M30 time frame bo'ldi. Mana M30 time frame nima qildik? Bizda entry time frame ekanligini bildik. Bozorda doim kuchli impuls ushlamoqchi bo'lsangiz, sizlarga maslahat M30 time frame'da ushbu zonaga kelish jarayoniga e'tibor beringizlar. Ya'ni kuchli impuls ushlamoqchi bo'lsangiz, ushbu zonaga kelish jarayon bo'ladi. Ya'ni bozor qanchalik kompressing holatda, ya'ni kompressing degani bozor siqilish holatda keladigan bo'lsa, kuchli impuls bo'lishiga tasdiq juda yuqori bo'ladi. Ya'ni e'tibor beramiz. Bozor minimum bor, maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum va shu zonaga kelib urdi. To'g'rimi? Va ushbu jarayon bizda M30 time frame da qaralyapti. E'tibor beryapsizmi? Ya'ni entry time frame'imiz M30, bizda yo'nalish time frame'imiz D1 bo'ldi. Yoki H1 M30 dedik. Xo'p, buni ostiga H1 ham deb yozib qo'yaylik. Keyin tushunarliroq bo'ladi. H1 M30 time frame'da ushbu holat shakllanadi. Ya'ni ushbu holatda bizda bozor kompressing bo'lgan holatini ko'rishimiz mumkin. Endi bu holatda to'g'ri bizda yanada kuchliroq impuls ushlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni bu maksimumda oddiy qilib aytilganda attatni zonalar bo'yicha emas, kuchliroq impuls ushlamoqchi bo'lsangiz, mana bu qismdagi trend ham sizga foyda beradi. Ya'ni birinchi nuqta, ikkinchi nuqta va uchinchi nuqta bizda kuchli impuls bo'lishga sababchi bo'ladi. Va ushbu uchinchi nuqtaning birgalikda bizda engulfing shamimiz bor. Va ushbu resistant zona support zonaga aylangan nuqta bor. E'tibor beringizlar, bitta nuqtadan nechta tasdiq qidiryapman. 3 ta tasdiq bo'ldimi? Switch ham bor. Ushbu zona resistant zona supportga aylangan nuqta ham bor va trendning 3-chi nuqtasi ham bor. Va eng e'tiborli jihati bizda bozor o'sha nuqtaga nisbatan kompressing holatda keldi. Va kompressing holatdan kelish holatda bizda bozor tushuvchi holatda keldi. E'tibor beryapsizlarmi? Tushuvchi holatda keldi. Va bu trend buzilganidan emas, urg'u berilyapti. Bu trend buzilsa, bu trendning kuchi yo'qoldi degani emas. Shu trendga nisbatan o'zidan oldin kelgan maksimumni buzib o'tgandan keyin retestdan kuchli impuls bayda buzishga sababchi bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shu qismni. Kim tushundi, kim tushunmadi? Savol bo'lsa, mana shu. Ha? Bizga M15 time frame'da agarda o'zidan oldin maksimum sindirib qo'yadigan bo'lsa, kirmasdan faqat M30 dagini olamiz ekan oxirgi martasi. Urg'u nimaga berilyapti? Katta time frame, direction time frame'dagi D1 time frame berilyapti. E'tibor beryapsizmi? Agarda shu holat sizga H4 holatni berganda edi, mana bu D1 doniga H4 strukturaga qaraganingizda edi, mana bu holatda borki M30 yoki M15 ga qarasangiz bo'lardi. Tushundingizmi? Ha, tushunarli. Yana kimda savol bor? Assalomu alaykum, Xormay. Assalomu alaykum. Humoyin qayerda Humoyin? Ana hozir Humoyinni bergan muhokama qilmaymiz, Humoyin yonimizda turibdilar. Aka, yaxshi ketyapti, davom etavering. Xo'p, Assalomu alaykum. Bitta savol bor edi-da. Mana hozir shu zonaga M30 da kiradi-ku, bir marta kirib chiqsa uje aktualni ishlaydimi shu normalni или ikkinchi marta qaytib kirib yaxshiroqmi? Yo'q, sizga urg'u berildi. Urg'u nimaga berildi? Shu zonaga kelib tekkandan so'ng o'zidan oldin trendini buzib, maksimumni ham buzsa, ertaga chiqib ketadi bozor. Kamdan kam holatda mana bu zonaga keladi. Shuni o'ziga tez berib ketadi bozor doim. Manda ko'pincha ikkinchi marta ham qaytib mana hozir ko'rsatyapsiz-ku, trend liniyani, mayda tepadagi trend liniyani buzadida qaytib kirib ichkariga keyin chiqib ketadi-da, manda ko'p kuzatiladi shunaqa. Hozir bozordan ham ko'rsatib beraman. Buni bozordan ham ko'rsatib beraman. Rahmat.
Xo'p, hechma savol. Assalomu alaykum. Mabodo mana shu zonada qanaqadir yangilik chiqib turib, buzib qo'ysa qanaqa bo'ladi? Hech qaysi strategiya yangilikka ishlamaydi. Yangilikka ishlaydigan sham bor. Yangilikka ishlaydigan sham bor. Ya'ni yangilikning kuchiga qarab bozorda qolib ketilgan shamlar bo'ladi. Ya'ni bozorning o'rtasida turgan bo'lsa, birinchi tushunishingiz kerak. Ya'ni CPI yangiligi bo'ladigan bo'lsa, CPI yangiligi bir tomonni tozalagandan keyin ikkinchi tomonga harakat qiladi. Ya'ni o'sha tozalash jarayonida qolib ketilgan shamni olib qaytadi. Xurshidbek aka tushundingizmi? Endi qarangizda bitta savolga bitta narsani to'g'ri tushundingizmi? O'rgatilgan strategiya bo'yicha savollaringiz bo'lsa beringizda, keyin oxiriga keyin savollaringizni tushuntirib beraman. Strategiyadan tashqari. Men mikrofonlarni o'chiryapman. Savol bor. Qo'l ko'targanda ochaman. Ungacha akalar hozir dars bo'lmay turinglar. Necha tema beryapsiz umuman savollarni? Yaxshi bo'lardi. Hozir Jasurbek aka M30dagi tushuvchi tendensiyani trendini buzib qo'yib, o'sha trenddagi highni yangilab retestdan kiramizku. Mana shu holatda M30dagi trend liniyani buzmasdan D1 directiondagi pastdan umumiy tepaga qarab tortgan trendimiz bor-ku, o'shani buzib qo'ysa-chi pastga. Qarang, sizga bitta jarayonni tushuntirdim, to'g'rimi? Hali men boshqa jarayon ham bor bu yoqda. Bitta model emas, ikkita model bor bu yoqda aka. Men sizga mana shu qismini tushunib olsangiz, hozir ikkinchi qismini tushuntiraman. Xo'p, e'tibor beringizlar. Endi bozorda shunaqa xarakter ko'rsatadiki, ya'ni bozor ushbu zonangiz bor-ku, mana shu ushbu zonangizga mana buni o'chirib turaman bir minutga. Ushbu zonangizga nisbatan impuls bilan kelmaydi. Ya'ni sizga ushbu zonaga kelgan holatida mana bu holatda impuls bilan keladi zonaga nisbatan. Zonaga nisbatan impuls bilan keldimi, siz tushunishingiz kerak. Bu zona faqatgina откатный zona. Ya'ni ikkinchi zonangiz bor sizga. Kuchli xarakter ko'rsatadigan zona. Ushbu holat sizga mana shuncha yurish qilib berdimi, bozor kompressing holatda tushgandan keyin bozor yana shu maksimumga harakat qiladi. Nima uchun? Mana bu qismdagi qolib ketilgan likvid zonalar va qolib ketilgan zonalarni tozalash maqsadida. Tushundingizmi? Endi ikkinchi holat bor. Bu birinchi holatida sizda kompressing holatda keladi dedik. Ya'ni ikkinchi holatda bozorda doim, ya'ni Malayziya SNR bo'yicha bitta qism bor. Ya'ni zonaga kelgunga qadar bozor 3 ta valna yasaydi. Ya'ni zonaga kirgunga qadar 3 ta valna yasaydi. Bu degani bozor shu zonaga kelib uradi va обратный ortiga qaytadi. Va ikkinchi zonaga uradi va qarang, e'tibor bering. Zonaga kelib urish jarayonida mana bu atrabotka zonangiz bor-ku, shu zonaga tegib qaytadi. Urg'u beriladigan qism atrabotka zonaga yetib kelgunga qadar mana bu bilan mana bu zona bir-biri bilan ko'rishishadi. Mana sizlarga oddiyroq ko'cha tilida tushuntiryapman. Mana bu zonamiz bilan minimum nuqtamiz bilan mana bu maksimum nuqtamiz ko'rishishadi. Va ushbu tasdiqni olganingizdan so'ng sizga ikkita minimumni birlashtirsangiz, kuchli impulsli nuqta ekanligini tasdiqlab qo'yadi. Tushundingizlarmi? Kimdadir shu bo'yicha savol bo'lsa, aytingizlar. Begzod aka, o'zingizni tanishlaringiz yoki savollari bo'lsa bitta bersalar bo'lardi. Birdan bozorni tushuntiraman. Bo'ldi, hozir mana qo'l ko'tarayotganlar bor, ochib qo'yaman. Bo'ldi aka. Savollar bo'lsa beraveradi bemalol. Faqat qo'l ko'targanlarni ochaman mikrofonni. Bo'ldi. Kimda savollar qoldi? Beringizlar savollaringizni. Shurik aka degan Shurik 007 aka gapiring. Savolingiz bo'lsa. Ovozim boryaptimi sizlarga? Boryapti. Savollari yo'q. Yo'q, shu ana kayf qilishadi shunchaki qo'l programmani bossa, mikrofonni ochilsa shunaqa kayf o'ynab o'tirishgan. Savollar bo'lmasa, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, rahmat. Aka, bu o'rgatayotgan narsangiz minimum time frame'larda ham ishlaydimi? Eng minimum time frame qaysiga tushamiz dedim bo'yna. Eng kichkina time frame H1 ga tushamiz. 5.15 de? Yo'q, H1 dedik-ku, struktura fake out, ya'ni siz
stabilni daromad qilmoqchi bo'lsangiz, eng kichkina struktura H1 ga qarang. Undan kichkina time frame'ga qaramang. Maslahat sizga. Ha, chunki men asosan SMC bilan patternda ishlayman. Klassikada o'shani so'rovda. Yo'q, eng kichkina time frame struktura, ixtiyoriy strategiyangiz bo'ladigan bo'lsa ham, eng aktual holat H1 time framening strukturasi beriladi. Chunki ko'p fake out holatini ko'radi-da. Order blokda oladi, qanaqadir imbalanslarda oladi. Demak, bu bo'yicha savollar yo'q, to'g'rimi? Entry M1da qilsa bo'ladimi? Menimcha boshiga tushuntira olmadim, siz yo boshiga kirmadingiz aka. Boshiga aka shuni bozorga ko'rsatib bering. Yo'q, bo'ldi, time frame'larni aytdik. Boshqa time frame'ga qaramaymiz. Hozir mana sizlarda fantaziyalarni uyg'otish uchun chizib ko'rsatib beryapti bu bola. Men tushunishim bo'yicha. Ha, bozorda holatini tushunish uchun. Keyin hamma yo'lda o'tmagandan keyin shu o'tilgan narsalarni grafikda ko'rsatib beradi. Tushunay holat ekan. Savollar shunaqangi bo'lyaptiki, bu odamga xuddi bir ishonmagandek savol beryapsizlar-da. Assalomu alaykum. Aka, mana impuls bilan kelsa, ikkita minimumni birlashtirsak, 3-impulsni tochkani topishga yordam beradi deyapsiz, to'g'rimi? Tushunay. Bunda misol uchun trend liniya tepadan chiziladi-yu, misol down trend bo'lganda, u bunda esa teskarisiga pastdan tortganimizda 3-e'tibor berganmisizlar. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi-da. Mana bu bilan mana bu ikkitalik divergensiya deyiladi. Ya'ni bozorda holati bo'yicha. Ya'ni birinchi divergensiyadan xarakter ko'rsatib, bozor bilan ko'rishishadi mana bu qismda, atravotka zonada. Ikkinchi divergensiya impulsni bo'lishga sababchi bo'ladi. Mana eng oddiy tilda tushuntirdim. Bundan oddiy til bo'lmaydi. Rahmat aka. Aka, mantiqsiz savollar ko'payib ketyapti-da, darsni o'tsa yaxshiroq bo'laydi-da. Hozir mana nima qilyapman? Men ham dars o'tyapman, ko'ra. Savollaringizni eshitmasdan o'tkazib yuboraymi aka? Qo'yib aka, savol beraman degan odamlar bema'ni savollar beryapti-da. Xo'p, bo'lmasa bu qismni tushunib oldingizlar. Endi qarangizlar. Xuddi shu holatda ikkinchi mavzumizga o'tamiz, keyin 3 ta mavzuni birlashtirib beraman-da sizlarga. Bu holat birinchi holat. Buni xohlasalaringiz olib qo'yamiz chekiga. Yonimdagi grafikka qo'shib qo'yaman-da buni. Yoki Bekzod aka 1 minutga rasm olsa bo'ladi o'zimni. Yo'q, to'xtang. Hop, buni hozir 1 minutga o'zimga tashlab qo'yaman. Yo'q, kanalga tashlab qo'yavering. Sizga anaqa do'st berganman-ku, adminsiz. Yo'q, tashlasam bo'ladimi? Baribir o'zingizdan so'rash kerak-da aka. Bering, bemalol. Sizni baribir kanalingizga bo'ladi. Ha, bo'ldi, tashlabsiz-ku. Tashlabsiz. Bu rasm bo'ldi, tashlab qo'ydim. Translyatsiya qilib ketyapman-da men. Bo'ldi, men tashlab qo'ydim. Endi bozorda eng ikkinchi holat, ya'ni ikkinchi mavzumiz gap SNR mavzusi. O'zi gap SNR bo'yicha nima deyish kerak? Ya'ni gap SNR qanaqa holatda keladi? Nima uchun olinadi? Ya'ni boynagi urg'u bergan open price degan tushunchamiz bo'yicha, open price bo'yicha tushunchamizga gap SNRni qo'shamiz. Ya'ni ikkita strategiyani kombo holatida ishlatamiz. Ya'ni bozor chiqib ketish jarayonida, mana e'tiboringizda. Bozor chiqib ketyapti, mana bu bayshamlar. Mana bayshamlar ketyapti, to'g'rimi? Ya'ni gap SNR mavzumiz bo'yicha holatni tushuningizlar. Doim ikkita baysham bo'lgan holatida doim ikkita soya o'zidan o'zi belgilanadi. Gap SNR mavzumiz bo'yicha. Va ushbu soyalarda agarda ushbu soyalar, ya'ni entry time frame bo'yicha qanday tushuntirgan bo'lsak, ya'ni daily time frame da ushbu holatni ko'radigan bo'lsangiz, doim ichki time frame da qanaqa holat bo'ladi? Ya'ni ichki time frame H1 M3 time frame doim ichida aktual base bo'ladi. Ya'ni base degani bitta shamni ichida bir nechta shamning harakati. Tushundingizmi? Ya'ni eng oddiy tilda tushuntiraman. Bitta shamning ichida, bitta bayshamani chiqib ketadigan, mana shpilkaning ichida bo'lish kerak. Ya'ni bozorda o'rtasida yoki tananing o'rtasida emas, mana shu ikkita shpilkaning orasida doim aktual base qolib ketadi. Ya'ni mana bunday holat bo'lishi mumkin. Sell sham, bor. Yoki mana bunday holatda chiqib ketyapti bozor. Mana bunday holatda chiqib ketadi. Yoki ushbu holat bizda mana bunday holatda tushib ketishi mumkin. Buni chekka qo'yib turamiz.
yana bitta sell sham bo'lib mana bunday holatda chiqib ketgan bo'lishi mumkin, har xil holatda. Ya'ni faqatgina shamning ichida 2 yoki 3 ta harakat bo'lishi kerak. Ya'ni shamning ichida deganim, mana shu shpilka, ikkita shpilkaning orasida bitta shamning ichida bir nechta harakat bo'lishi kerak. Ushbu holat bizda mana shu gap SNR zonamizni aktuallashtirishga sababchi bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu holatda ham yoki mana bu holatda ham bo'lishi mumkin. Qaysi zonamizning ichida base holatini ko'radigan bo'lsangiz, ushbu zona kuchli magnitni zona bo'lib, ushbu zonadan kuchli impuls olishiga sababchi bo'ladi doim. Ya'ni ushbu holat qayerda shakllanishi mumkin degan savol tug'iladi. Ya'ni ushbu holat doim bozorning buzilgan rezistant zonasidagi zonada shakllansa, kuchli impuls bo'ladi. Ya'ni doim aytib o'tyapman, bozorning maksimum nuqtasi bu, minimum nuqtasi bu. Bozorning maksimum nuqtasi buzib o'tildi, to'g'rimi? Ya'ni A zonamiz, rezistant zonamiz sapr zonaga aylangan nuqta hisoblanyapti. Va ushbu zonamizda bizda engulfing shamimiz bor edi. Endi ikkita strategiyani birga qo'shamiz. Engulfing shamimiz bor edi, sell sham va buy sham buni yutib yubordi va ushbu zona buzilib ketilish jarayonida, e'tibor bering. Ushbu zona buzilib ketish jarayonida mana shu qismda ushbu gap SNR aktuallashadi. Va ushbu zona aktuallashishi o'sha zonangiz aktual ishlab beradi yoki ishlab bermasligining ichidagi base holatini ko'rgandan tushunsangiz bo'ladi. Mana shu qismni tushundingizmi? Kimda savol bo'lsa aytingizlar. Bekzod aka, bemalol savollar bo'lsa aytsalar bo'ladi. Xo'p, men o'zim yoqtiray. Qirol trader degansiz. Gapirsangiz bo'ladi aka. Game over. Shu game over akadan yaxshi fikrlar chiqadi. Bekzodjon aka savol beravering. Aka, misol uchun mana shuni qaysidir time frame da ko'ryapsiz, H1 yoki H4 da? Yo'q, bitta joyini to'g'ri tushuninglar. Ushbu holatni faqatgina H4 time framedan katta time frame ishlatasizlar. Doim mana bu yerda yozib qo'yaman. H4dan, H4da o'zi ham bo'ladi. H4dan katta TFda ishlatiladi. Tushundingizmi? Shu H4 da ko'ryap turgan bo'lsak, bezi ham bizda H4 da bo'ladi. Game over aka, sizni o'chirib qo'ydim aka. Yoningiz juda ham shovqin. Nima deysiz? Boshini ayting. Savolingiz menimcha yo'q. Sanjar aka, aytsangiz bo'ladi. Akobir aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Boya CPI'da o'rtada qolib ketgan shamlar bo'ladi, o'zini shamlarida deysiz. Yo'q, u narsani o'sha qanaqa sham? Men u mavzuni o'tmayapman. Men sizga faqatgina GPSlar mavzusini o'tyapman. Support resistdan impulsonni shakllanadigan modelni o'tyapman. Men o'z shamlarni o'tmayapman-ku. Shu mavzuga taalluqli savol berdingizda. Jasur aka, assalomu alaykum. Yana bir marta savol berib, to'liq ma'lumot olsalaringiz bo'lmaydi. Men hayron qolaman sizlarga. Aka, hozir qarangda, support yo resistance zonasiga mana shunday drop base drop yo bo'lsa rally base rally bo'lsa ishlab berish kuchliroq bo'ladi, ha? Yo'q, faqatgina qarang, support resistance zonamizda o'zida urg'u nimaga beriladi hozir? Asadbek aka. Urg'u shu gap SNR zonasi ko'rinsa, qarang, hozir men bozorni isboti bilan ko'rsataman. Gap SNR zonamiz ko'rinsa, ushbu zonaning ichida base holati bo'lsa, e'tibor berganmisizlar, ko'p holatda base holatda bir xil payt ishlamaydi. Base zonalarga biroq aynaladimi shu payt bo'lmaydi. Yorib o'tsa. Nima bo'ladimi? Base zonani yorib o'tsa, как breaker blok qilib ishlatsa bo'ladimi, bo'lmaydi? Endi breaker blokni men bilmasam ekan. Endi siz bilsangiz, men bilmayman. Faqatgina men base holatini bilaman, shamlarni ketma-ketligini bilaman. Jasur aka, mana H4 time frame'dagi supportni buzayotganda, o'sha base holatini endi ham H4 da kutamizmi yoki kichikroq time frame'da kutamizmi, boya o'zi aytgandek entry? Qarangda, men nima uchun boshida entry time frame dedim. Agarda H4 time frame'da switch olyapsizmi, doim entry time frame M30, M15 time frame'ga qaraladi, brat. O'sha base'da ham o'sha M15, M30 da ko'ramiz, ha? Base doim M15, M30 da ko'riladi. Faqatgina katta time frame'dan zona olyapman. Zona aktual yoki aktual emasligini men sizlarga isbotlab beryapman, ki ichida nima bo'lishini. Sizlar zona olasizlar, e'tibor berganingizda hamma bir xil ishlaydi. Zona olasizlar, u zona ishlaydimi
ishlamaydimi? Bilmaysizlar, holatini tushunmaysizlar-da. Ichidagi holat bor, shamlar ketma-ketligi bor, shpilkalar bu yoqda. O'sha narsani tushunish kerak bu yoqda. Tushundingizmi Bekzodjon aka? Kimda savol qoldi? A deb yozgan aka 07 siz gapiring, sizda ham savolingiz bo'lishi kerak. Jasur aka, mana bu misol doim trendda yuz beradimi bu hodisa? Doim struktura sindirsa shu hodisa yuz beradi. Agarda zonangiz aktual bo'lsa yuz beradi. Hozir bozordan ko'rsataman aka bu narsalar. Sizlarga faqatgina hozir holatni tushunyapsizlar, lekin ichidan nima bo'lishini tushunmay qolyapsizlar-da. Hozir men buni ham tashab qo'yaman. O'sha bozorda yaxshiroq bo'ladi. H4 time frame bo'ldi. H4 time framening ichida, mana buni qilib qo'yaman. H4 time framening ichida M30 time frame bo'lish ehtimoli katta. Doim M30, doim necha dedim? M15 dedim, to'g'rimi? 22. Mana bu ham shu holatda. M30, M15 time frame holatda bo'ladigan holat. Va qayerda shakllanishini ham aytib o'tyapman, e'tibor beryapsizlarmi? Qayerda aktual bo'ladi? Aktual shakllanadigan qism deyman mana bu yoqda. Aktual shakllanadigan qism. Buni kichiklashtirib qo'yamiz. Tushundingizmi? Qaysi qismda shakllanadi, nima uchun shakllanadi? O'sha narsalarni tushuntirdim. Xo'p, Abdujafar aka, oxirgi savolni eshitaylik, kim birdaniga bozorga o'tamiz. Kimdadir savol qolmi? Lazbek aka, Abdujafar aka, savollaringiz bo'lsa bersin. Savollar bormi yo'qmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, bu o'rgatayotgan narslaringizni ham grafikda ko'rsatasizmi? Anu birinchisini ko'rsatmasdan o'tib ketib qoldingiz-da. Men hozir shu narsani ikkinchi marta takrorladim. Aka, hozir grafikdan ko'rsataman. Savolingiz sizligini oxirgisini eshitgandan keyin dedim. Yo'q, o'tib ketib qolganingizga o'shanga totuvdim. Yo'q, men birinchi bozorda holatni tushuntiraman. Qarang, men bitta narsaga, mana bu birinchi mavzumiz edimi? Struktura mavzumiz edi, to'g'rimi, Burxon aka? Struktura mavzumiz bor edi. Struktura mavzusiga nimani qo'shdim? Sham qo'shdim, to'g'rimi? Shamning ichiga nimani qo'shyapman? Gap SNRni qo'shyapman. Uchta narsani qanaqa holatda shakllanishini tushuntirdim. E'tibor berdingizmi? Yo, bu narsaga e'tibor bermadingizmi? Aktual shakllanadigan qismda aylanacha qilib qo'ydim. Shu savollaringiz, sizlar savollarni tushuningizlar degan maqsadda. Bu bekordan bekor bu aylanachani belgilamadim. O'shaning uchun. Yo'q, uni tushunib o'tib ketyapmiz. O'shani paputi grafikda ko'rsatib o'tib ketasizmi dotuvdim. Ko'rsatamiz, brat. Ko'rsatamiz hammasini. Shuning uchun. Demak, savollar yo'q unda, to'g'ri. Endi men sizlarga ixtiyoriy para tanlashlaringizni maslahat beraman. Men tanlamayman. Men hech narsaga tayyorgarlik ko'rmayman, to'g'risini aytaman. Ixtiyoriy para tanlaysiz, ixtiyoriy parada isbotlab beraman. Faqatgina NZD parasida ishlatmayman men. Shu narsani aytib qo'yay. NZD parasida. Aka, Tillada Gold ham ixtiyoriy tillarni ochamiz. Tillada. Xo'p, endi tillarni ochdik. Birinchi bozorda ochganda nimaga e'tibor berasizlar? Bozorda katta time frame e'tibor berasizlar. Strukturaga e'tibor beramiz. Birinchi direct katta time ochdim, to'g'rimi? Katta time frame ni ochganimda birinchi strukturaga qaradim, to'g'rimi? Xo'p, endi qarang. Qarang, bozorda ketma-ket chizamiz. Bozorda aktual strukturani chizamiz. Aktual bo'lmagan strukturani chizmaymiz. Bizda bozorda maksimum bu, to'g'rimi? Bu ichki maksimum, bu nima? Tashqi maksimum bormi? Bozorda birinchi strukturani chizib olayman. Bozorda birinchi struktura chizib beraman. Maksimum, minimum. Bozorda maksimum, minimum. Bozorda maksimum, minimum. Bozorda maksimum ketdik. To'g'rimi? Mana men birinchi maksimumlarni belgilab oldim sizlarga tushunarli bo'lish uchun, har bitta zona qanday ishlaganini tushuntirib berish uchun. Xo'p, endi ikkinchi qiladigan ishim, men aytdim, zona sinishi bilan bozorda aktual bo'lsa, o'sha zonaga test berib ketadi dedik, to'g'rimi? O'sha zonaga nisbatan test berib ketadi dedik. Bizda mana bu maksimum nima bor edi? Resistance zona edi. Ya'ni bizda nima edi bu? Engulfing edi. Men hozirgi tushuntirgan narsam engulfing holat. Xo'p, mana bu qorayib o'qiramiz. Engulfing holat. Ushbu holat biz uchun nima uchun ishlab berish kerak edi? Shu zonaga kelganda sel ketish kerak edimi? Burxon aka? Ha, sel ketish. Va ushbu zonani qarang, e'tibor beringlar. Shu zonani sindirib o'tishi bilan
mana e'tibor bering, sindirib o'tdi. To'g'rimi? Mana sindirib o'tdi. Sindirib o'tishi bilan bozor nimaga test beradi dedim. Doim shu zonaga nisbatan test beradi. Aktual bo'lsa. Qarang, e'tibor bering. Ushbu zonani sindirib o'tdi, bozorda maksimum yasadi. Va ikkinchi maksimumga e'tibor bering. Ikkinchi maksimum sinib o'tdi. Bitta shamni katta sham yutganmi? Bitta shamni katta sham yutgan, to'g'rimi? Bozor test bergan qaysi bo'lyapti? Shu zonami? E'tibor beryapsizmi? Nima uchun mana bu ichki maksimumni bozor buzdi deb o'ylaysiz? Mana bozor chiqdi, tushdi, chiqdi, to'g'rimi? Mana bozorda maksimum struktura shu ham, to'g'rimi? Yo struktura hisoblamaysizlarmi? Asad aka? Yo'q aka, uni maksimum deb olmayman men. Nima uchun? Retest zona deyman просто, atkat. Retest bermadi-ku. Qani retest zona deysiz? Retest berib ketish kerak bo'lgan zona deysiz, to'g'rimi? Mana bu zonaga tegib ketish kerak bo'lgan zona deysiz, to'g'rimi? Men minimumni mana pastdan olaman. Agar minimum bo'lsa, trend o'zgargan deb o'ylayman. To mana bu engashfel qilib buzib ketdi-ku. Xo'p. Mana shu zonagacha, mana shu zonani tagidagi minimum borki, mana shuni buzsa struktura buzilgan deb o'ylayman. Ungacha shu o'zi minimum, to'g'ri. Men sizga aytyapman, mana bu zonani struktura deb olasiz. Men chizgan narsa mana turibdi aka. lekin engashfel bo'lib ketmagan aka. Nima bo'lib ketmagan? Engashfel qilmaganda, shamni yutib olmaganda bitta sham bo'lib. Yo'q, bu buzib o'tmagan deb o'ylaysiz. Sizga bu engalfin deyilmaydimi? Bitta shamni katta sham bilan yutish engalfin emasmi sizda? Tepadagini aytyapman. Ha, bu nima? Ha, ana shuning uchun bo'yna nima deb aytdim? Rasmga bekordan bekor chizmadim. Mana bu qismga e'tibor beringizda, o'zim sizga bitta narsani tushuntiraman. Mana bu yerda rasm qo'yildi, to'g'rimi? Men aytdimki, mana bu engalfin deb oladigan zonangizga engalfin bo'lsa, o'sha zonani o'zidan ketadi dedim, to'g'rimi? Agarda ushbu zonangizga engalfin bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu impuls bilan chiqib ketish jarayonidagi ichidagi engalfinga keladi dedim, to'g'rimi? Shu narsa esizdami? Ha. Endi mana bu rasmga e'tibor bering. Mana bunga bor edimi? Bitta sham bilan katta sham yutgani bor edimi? Agarda ushbu zonaga bo'lsa, sizga mana shu yashil shamni bitta sham bilan yutgan dedi, bozor shuni o'ziga test berib ketgan bo'lardi. Ha. Tushundingizmi endi? Xo'p, bu holatda olingiz. Endi qarang, siz ushbu zonani olganingizdan so'ng, ushbu zonaning ichida bormi biror narsa? Mana qarang. Buzib, kesib o'tdi. Mana kesdim. Bozorni kesdim, o'sha joyini kesdim. Bozorda eng kichkina time frame qaysi time frame bilan qaraymiz dedim. Daily bo'lgandan keyin M15 bilan yo bo'lmasa H1 ga. M30 yoki H1, to'g'rimi? Bozorda M30 bilan qanaqa holatda keladi? Yo'q. Holat bo'lishi kerak. Siz qasha qilib tashamangda, siz qasha qilib tashayapsiz. Zonani oldingizmi? Mana zonani oldingizmi? Zonani olganingizdan keyin nima bo'ladi dedim. M30 time frame o'tsak bo'ladimi? M30 time frame. Bozor qanaqa holatda kelyapti? Compressing holatda kelyaptimi? Trendli holatda kelyapti, e'tibor beryapsizmi? Ha. Uchta trend bo'lib kelyapti, ha. O'sha 3 ta trend holatda ham kelyapti. Ya'ni to'g'ri, mana bu zonamiz bizda 3 ta trend holati, to'g'rimi? Lekin zonada pastga. Lekin bozorda compressing holat bormi mana bu yoqda? Compressing holatda keyin doim unutmaysizlar. Kasanalar soni qancha yuqori bo'lsa, o'sha zona kuchli bo'ladi. Tushundingizmi? Biz mana buni deb oladigan bo'lsak, nechta kasaniya bo'lib qoladi? Bitta, ikkita kasaniya bo'lib qoladi, to'g'rimi? Asad aka. Agarda biz mana bu zonani olsakchi? Bar, e'tibor bering kasaniya soni. 1, 2, 3, 4 mana bu holatni hisoblaymiz. 5 va ushbu zona buzilgandan keyin nima bo'lyapti? Men ushbu zona buzilishi bilan bay ketadi dedimmi? Yo'q, retest holatda trendni o'zidan oldingi kelgan maksimumni sindirib o'tgandan keyin bozor nimaga test beradi dedim? O'ziga test beradi dedim, to'g'rimi? Kuchli impuls olmoqchi bo'lsa, doim bozor o'zidan oldingi kelgan maksimumni sindirib o'tgandan so'nggina kuchli impuls bo'ladi. Undan keyin e'tibor berishlaringiz mumkin. Mana ichki struktura ham aktual bo'ladi, faqatgina uni modellari bor, o'zini holatlari bor. Men bozorda chizib tayyorlab qo'ymadim. Bozorda ixtiyoriy parad tanlaysiz dedim. O'sha zona qanaqa ishlab berishini tushuntiraman dedim. Ushbu zonani test zonani olib qayerga hujum qiladi? Bozor doim maksimumga hujum qiladi. To'g'ri, kimdirlar aytishi mumkin. SNR zona bo'yicha mana atrofda maksimum nuqtalar bor edi-ku deyishlaringiz mumkin. Mana bu zonalar bor edi-ku. Yo'q, bozor bularga ko'z yumadi. Maksimum katta time frame bilan yuradi ko'pincha. Doim o'zidan katta time frame'ga bozor bo'ysunadi. Xo'p, endi e'tibor bering.
Bozor shu nuqtadan chiqib ketdi, to'g'rimi? Bu zonani ishlatib ko'rdingiz. Aha. Bozorda 3-holat qaysi? Mana bu zonada bitta shamni katta sham yutgan holat bormi? Yo'q, bu yerga yo'q. Keyin sizlarga bitta eng bilan- kerakli eng kerakli joyini tushuntirdim, to'g'rimi? Qarang, siz strukturani debir time frame'ga oldingizmi, siz hafta davomida savdo qilasiz, to'g'rimi? Hafta davomida yo oy davomida сделканgizni ushlaysiz. Lekin sizlarga maslahatim, ushbu holatda aktualroq foydalanmoqchi bo'lsangiz, H4 time bilan H1 ga o'tiringizlar. H4 va H1 time frame ga o'tirsalaringiz, har bitta korreksiyani ushlasa bo'ladi. Har bitta atrabotkadan to'g'ri foydalansa bo'ladi. Ya'ni bu demoqchi bo'lganim nima? Ya'ni bozor chiqib ketyaptimi? Qarang. Boyni debir bo'yicha nechta entry qildik? Shu zonada. Shu strategiya bo'yicha. Ikkita bo'lyapti, to'g'rimi? Bitta, ikkita bo'lyapti, to'g'rimi? Endi qarang. Siz kun davomida savdo qilmoqchi bo'lsangiz, nechta marta entry qilishingiz mumkin? H4 ga o'taman. Shu bozor chiqib ketgunga qadar nechta marta entry qilganimni ko'rsataman. Bozor maksimum sindi. High, low, high, low. Bozor maksimum singandan keyin nima bo'ladi dedim. YouTube yuborgan sham bormi mana bu yerda? Bitta shamni katta sham yutgan bormi? Bor. Mana. Bozor bormi? Qarang, bu zonamizni ichiga kirishini qachon tasdiqlaydi? Mana shu eng alfin shamimizni minimum nuqtasini tanasi bilan proboy qilmas ekan, u zona aktual turaveradi. E'tibor beryapsizmi? Bu zonani mana tanasi bilan pastga yorib o'tmas ekan, bu zona aktual turaveradi. Nima uchun? Bizda ikkita zonamiz bo'ladi dedim. Birinchi zonamiz o'zidan oldin kelgan atrabotkadagi eng alfa, ikkinchi zonamiz bizda minimum nuqtadagi nima bo'ladi dedim? Поглощение bo'ladi, to'g'rimi? Agarda поглощение bo'lmasa, ikkinchi holat nima bo'ladi? Ikkita yoki 3 ta sham bilan yorib o'tgan shamni olsak bo'ladi deb aytdimmi? Zapis yana bitta eshitsalaringiz bo'ladi bu narsa. Bitta sham bilan 3 ta shamni yorib o'tgan sham bizda ikkinchi zona sifatida foydalansak bo'ladi. Yana ikkinchi holatni qarang. Bu sham nima qilyapti? Bitta shamni nechta sham bilan yorib o'tyapti? 5 ta, 6 tami? Yo'q, shu maksimum siz struktura sanaydigan paytda bering. Bozor maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum ketyapti, to'g'rimi? Mana shu maksimumda nechta sham bilan yorib o'tdi mana shu hayda. Mana bitta shamni 3 ta sham bilan yorib o'tyaptimi? 3 sham yorib o'tyapti, tanasini. Olsak bo'ladimi поглощение deb? Yo'q, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bozor qaysi qismdan ketadi? Ushbu zonadan ketyaptimi? Yana yorib o'tdi. Bitta shamni katta sham yutib yubordi. Shu zona switch deb zona deb olsak bo'ladimi? Qayerdan ketyapti bozor? O'zi yorib o'tgan joydan aktiv qolib ketadi. Nima uchun shu zona ichkariroq kirmayapti? E'tibor beryapsizmi? Nima uchun bozor chuqurroq sho'ng'imayapti? E'tibor beryapsizmi? Chunki sho'ng'ish uchun asos kerak bozorda. Ya'ni mana bu shamlar ketma-ketligi bor hali. Bozor yana yorib o'tdi. High, low. Mana e'tibor bering, men high lowlardan belgilab ketyapman bir boshdan. Bozorda high. Buni haydab olsam bo'ladimi? Qaysini? Mana buni haydab olsam bo'ladimi? Yo'q. Nima uchun bo'lmaydi? Struktura bo'yicha olsam bo'ladi, lekin urg'u beramiz, qarang. Bu zonani ichida mana bu zonalarga nisbatan e'tibor bering. Har bitta eng alfin belgilab chiqdim, to'g'rimi? Bitta eng alfin, ikkita eng alfin, minimum nuqtadagi eng alfinlarni belgiladim. Shu zonani buzib o'tgandan so'ng urg'u beryapman. Shu zonani buzib o'tgandan so'ng mana bu shamni nechta sham bilan yorib o'tdi? Bir nechta 6-7 ta sham bilan yorib o'tdi, to'g'rimi? Bu narsani ko'rishingiz bilan siz tushunib yetishingiz kerak. Ya'ni mana bu qismdagi A zona ishlamaydi. Ne aktual o'zi? Aktual emas, tushunyapsizmi? Demak, bu aktual bo'lmasa minimumdagi nima aktual bo'ladi? Eng alfa aktual bo'ladimi? Demir zonada. Bu nimani olib ketyapti bozor? Demir zonasini olib ketyaptimi? Qarang, yana chiqib ketdi. Bitta sham bilan yorib o'tgan boyga. Zonani yorib o'tyaptimi? Tana bilan. Yo'q, shunga reytinglar ketyapti. Bizda SNR bo'yicha qoida nima edi? Zonani tana bilan yorib o'tmas ekan, zona aktualligicha turadi dedik, to'g'rimi? Xo'p, bozor maksimum yasadi, minimum. Men aytdim, minimumdan bozor kuchliroq xarakter olmoqchi bo'lsa nima qiladi? Mana shu qismini kesib tashlayman mana. Bozorda minimumi keldi, to'g'rimi? Mana bu tursa ikkita, uchta. Mana bu nima dedim? Agarda bozor o'zidan oldin kelgan atrabotkadan xarakter olmasa deb tushuntirdim, to'g'rimi? Bozor o'zidan oldin kelgan atrabotkadan xarakter olmasa, o'zidan oldin kelgan minimumdan nima bo'ladi dedim? Kuchliroq impuls bilan chiqib ketadi dedim, to'g'rimi?
Hop, endi qarang, shu joyini yana isbotlab ko'rsatamiz bozorda o'zidan. Qaysi time frame bu? H4 mi? Enter qilmoqchi bo'lgan time frame qaysi? M15 M30 mi? Shu zonaga nisbatan. Hop, M15 ga o'taman. Qarang. Bozor zonaga kelib urdi. E'tibor bering, zonaga kelib urdi. Zonaga kelib urganda mana bu trendni olganim yaxshimi yoki kasaniyasi yuqori bo'lgan trendni olganim yaxshimi? Ko'proq kasana tegan trend olgan yaxshi. Kasaniyasi yuqori bo'lgan trend bizda aktual bo'lib ketaveradi aka. Tushunyapsizmi? O'shani yorib o'tdingmi, o'sha liniyani yorib o'tgandan keyin bayga qarab enter qidirib o'tsa. Baribir enter bayga bo'ladi. Ya'ni buzib o'tmaydi bu zonalarni. Sizga prosta o'sha zonalaringiz qay tartibda ishlayapti, men sizga mana shu oxirigacha shu narsani isbotlab ko'rsataman. Zona nima qildi mana bu yerda? Oldi, chiqib ketdi hayga, to'g'rimi? Mana bu hayda nima qilib qo'ydi bozor? Sindirdimi? Qanaqa holatda sindirdi? Eng alfin holatda sindirdimi? Bitta shamni katta sham yutdimi? Bozor qayerdan test oldi? O'zidan oldi. Shu zonani o'zidan test oldi. Nima uchun bu yoqqa tushmadi? Qarang, bu yoqda ham eng alfin bu. Bu yoqda ham eng alfin bu. E'tibor beryapsizmi? Ha, chunki mana bu chunki bozorda birinchisi aktual, eng yaqini aktual bo'ladi. Impuls bilan o'sgandan keyin eng yaqin zonadan reaksiya olyapti. Mana bozor qayerdan reaksiya oladi? Nima uchun bu отказ hali bunga qizig'i yo'q. Bozor doim eng yaqinini birinchi aktuallashtiradi. Birinchi zonasini olib, hay ketaveradi. Bozor shu tarzda davom etadi. Mana shu tarzda davom etadi. Va shu tarzda davom etishi mobaynida nima bo'ladi? Faqat doim atrofotkalar ishlaydi. Doim atrofotkalar ishlaydi. Kimdadir savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Hozirgi mana bu o'rgatilgan narsa bo'yicha. Strukturani buzib o'tgandan keyin qanday ishlashdan ko'rsatasizmi? Xo'p, mana strukturani buzib o'tdi, to'g'rimi? Masalan, bayga ketyapti-da, selga o'zgardi. Keyin selga qanday ishlab ketaveramiz? Selga qayerdan ishlab ketishni aytyapsiz? Hozir mana qarang. Strukturani eng oxirgi minimum buzilib o'tgandan so'ng urg'u nimaga berilyapti? Eng oxirgi minimum, mana shu maksimum chiqib borish jarayonida eng oxirgi minimum qanaqa holatda buzildi? E'tibor bering, mana bu hay singan yo'q sinmagan ekan. Mana bu hay singan, to'g'rimi? Bozorda minimum nuqtasi qaysi? Mana minimum nuqta bormi? Minimum sindi. Urg'u beryapman, qarang. Bozor o'zini trendini nima qildi? Sirazi o'ziga retest berdi, impuls bilan yorgani uchun ham. Yo'q, e'tibor berdingizmi? Strukturani eng oxirgi minimum sindirdi. Bozor o'ziga test beradi doim. Yorib o'tishi bilan test beradi. Keyin qarangizda. Keyin bitta fake out holati bor. Fake out holatini ham tushuntiraman. Bozorda doim 161 dedingizlar, kimdir Fibonacci bo'yicha so'radi. Doim bor-ku, mana maksimum bo'lsa. Men so'raganman. Minimum bor, maksimum bor. SNR bilan ana uni qo'shsak nima bo'ladi dedingiz-ku? Ehtimol yuqori bo'lgan holat. Bozor o'zidan oldin kelgan maksimumni sindirib o'tsa, doim 161 nuqta bo'ladi, to'g'rimi? G'oya bo'yicha 161 bahor. Lekin ushbu zonaga tegsa, siz tushunishingiz kerak. Bitta urg'uni tushunishingiz kerak. Bozor ehtimol katta, shu zonadan qaytish ehtimoli bor, lekin kattaroq ehtimol bilan bozor minimumidan ketadi. Tushunyapsizmi? Agarda impuls ushlamoqchi bo'lsangiz, qarang nima bo'ladi. Agarda shu hayda sindirish jarayonida bozor maksimumga yetib bordimi mana bu holatda? Yetib bormadi, to'g'rimi? A deb yozgansiz-ku. O'g'irjon aka. O'sha zonaga 161 ga yetib bormadimi? Siz tushunishingiz kerak. Atrobotka zonani olsa, bu zonaga impuls bilan boradi. Tushundingiz? Ikkita holat. Ikkala holati ham bir-biriga bog'liq. 161 da olsa nima uchun bozor chuqurroq sho'ng'iydi? Chunki bozor atrobotka zonani, ya'ni uroving bo'lmagan vaqtda bozorda Fibonacci uroving vazifasini bajaradi-da. Tushundingizmi? O'sha 618 ga tegsa, 618 dan o'sha minimumni yangilab yana обратно orqaga qaytish mumkin-a? Shunday. Tushunarli. Yana bitta fake out bor. Yana bitta fake out holatini tushuntirib ketaman. Bozorda, yana qarangizlar. Sxemani iloji bo'yicha tushunishga harakat qilasiz. Bozor tushadi, to'g'rimi? Bozor chiqadi. Bozor tushdimi? E'tibor bering. Bozor maksimum bor, minimum bor, to'g'rimi? Mana bu hay bor, mana bu low. Ichkida mana bu hayda sindirib qo'ydi. To'g'rimi? Mana bu hayda sindirib qo'ydi.
Siz tushuning, ichki hayda sindirib qo'yish qiziq emas. Bozorda kuchli impuls qachon bo'lishi qiziq. Ya'ni mana bu bilan Fibonacci bilan mana buni tortganingizda, atrobotka zona bilan 161 bitta nuqtaga kesishsa, bu zonadan kuchli impuls bo'lishi ehtimol katta. Struktura sindirgan bo'lsa ham qiziq emas. Tushunarli. Sizga faqat Fibonacci bo'yicha qo'shib tushuntiryapman-da, SNR zonani. Tushunarli. Hop, kimda savol bor? Savollar bo'lsa, beringizlar bugungi mavzuga taalluqli. Kimda savol bor? Aka, qarangda, masalan, o'zini retest qilayotgan zonasiga kelgan payti kichkina time framedan tasdiq olishni ko'rsata olasizmi? Sizga qarang, bozorni 3 ga bo'lib ko'rsataman. Boburjon aka, bozorni 3 ga bo'laman. Faqatgina bir-biriga bog'layman. Hozirgacha o'rgangan strategiyalaringizni bir-biriga bog'layman. Ya'ni bozorda 3 ga bo'ling. Katta time frame'da mana bu holatni ko'rdingizmi? Ko'rdingiz, to'g'rimi? Ya'ni katta time frame'da nima turibdi? Sell turibdi. Trend sellda. Atrobotka zonam bor. Tushuning, ketma-ketlik deb olyapman. Va shu zonaga borish jarayoni bizda bu H1 bo'ladigan bo'lsa, H1 jarayonida mana bu qanaqa holatda bo'lyapti? Mana bordi. To'g'rimi? H1. Qarang, birinchi katta time frame'ga qaradim, yo'nalishni ko'rib oldim. H1 da qaradim, mana bu holatni ko'rdim. Va H1 da nimasi bor? Kuchli minimum bor, to'g'rimi? Siz tushunishingiz kerak. Mana shu kuchli minimumni shuni yorib o'tdimi? M5, M3 time frame, любой payt tekshiring. M3, M5 time frame shunga test berib oqadi. H4da trend sellda bo'lsa, bozorda 3 ga bo'ldim. Birinchi holat H4, H4. Ikkinchi holat H1 yoki M30. Aytdik-ku H4 ga. H1 yoki M30. Va shu zonaga kelgandan keyin oxiriga kelgan minimumni yorib o'tishi bilan M5 time frame ishlasangiz bo'ladi. Ikkinchi holati mana shu holatni o'zini yana filtrlasangiz bo'ladi. Shu zonaga nisbatan nima qilib qo'ydi bozor? O'zidan oldin kelgan maksimum sindirib qo'yganmi? Mana bu holatda. To'g'ri, mana sindirib qo'ygan. To'g'ri. Shu zonaga kelgandan so'ng M5 time frame tasdiq olib buy ishlasangiz bo'ladi. Mana 3 ta holati. Birinchi ham bu holatda ishlatsangiz bo'ladi. Yorib o'tsa mana bu holatda ham ishlatsangiz bo'ladi. Faqatgina katta time frame'dagi atrobotka zonaga nisbatan. Sizlarni zonalarni kichiklashtirib berdim-da. Tushunarli. Yana kimda savol bor? Qo'l ko'targanlardan bitta savollarni eshitaylik. Street degan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qarang, inagida mana shu kelguncha impuls bilan kirib keladi, liniya tortishga imkon bermaydi. Mana shu paytlar qanaqa tasdiq olsa bo'ladi? Qani, ana shu savolingiz eng zo'r savol bo'ldi. Siz aytdingiz, siz aytmoqchi bo'lganingiz zonaga impuls bilan keldi, to'g'rimi? Liniya tortish imkonini bermaydi bir xil. Bozor chiqdi maksimum, bozor tushdi minimum, to'g'rimi? Bozor o'zidan oldin kelgan maksimumni qilib qo'ydi. Yorib qo'ygan, to'g'rimi? Mana urg'u berilyapti. Urg'u nimaga berilyapti? Urg'u o'zidan oldin kelgan maksimumga berilyapti. Ana shu holatda gap SNR ishlatiladi. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu zona bizda trendli liniyamiz bo'lmagan vaqtda mana shuni o'zim chizay. Katta bo'lib ketdi. Ya'ni mana bu atrobotka edge zonamiz bor. Qarang. Edge bor, to'g'rimi? Edge zonani tasdiqlash uchun soyasi bilan yutish kerak. Shu narsani unutmaysizlar. Engulfing hosil qiladi. Bor. Bizga trend tortishga imkon bermayapti. Siz bozorda ikki xil ko'ring. Bozor ikki xil trend tortiladi. Ikki xil liniya bor bozorda. Ismingizni bilmadimmi nima? Bozor. Doniyor aka qarang. Bozorda trendni tortishdan maqsad nima? Bozorda tik trend bo'lsa, tik struktura bor, to'g'rimi? High low. Bozorda bu qanaqa struktura? Tik, to'g'rimi? Mana bu-chi? Mana bu yotgan trend. To'g'rimi? Doim o'zingizga qoida qilib oling. Tik struktura ko'ryapsizmi? Hech qachon trendiga kelmaydi. Doim atrobotkani olib keling. Tushundingizmi? Doim atrobotkan. To есть retest buzilgan rezistansga beradi, liniyaga hech kelmaydi. Shunday, liniyaga kelmaydi.
bozor yotgan holatini ko'radigan bo'lsangiz, doim atravotka zona bilan trendning nuqtasi bitta nuqtaga kesishib, shu zonadan kuchliroq impuls bo'ladi. Ha, to'g'ri. Endi qarang, sizga yana bitta g'oyani olib ketdingizlar. Sizga g'oya nimadan iborat? 3-impuls bloki qayergacha borishini bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu 1 bilan mana 1, 2, to'g'rimi? Mana nuqtalarni qarang. Mana birinchi nuqta, ikkinchi nuqta, uchinchi nuqta, to'rtinchi nuqta, to'g'rimi? 5-nuqtani impulsini bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu nuqta bilan, birinchi nuqta bilan mana bu nuqtani ko'ring, shuni hayga qo'yib qo'ying. Ya'ni bu Elliot bo'yicha ham, endi boshqa narsaga ham tushib ketaveradi. Ha, to есть mana shu zonada necha punkt yurgan bo'lsa, chiqqandan keyin ham zonadan shuncha punkt yurib beradi. Katta ehtimol bilan, yo'q, endi sizga 5-impuls bor-ku, doim unutmang. 3-valna katta bo'ladi doim. Ya'ni mana bu birinchi valna, mana bu ikkinchi valna bo'limi, 3-valna 1 bilan 2 ga nisbatan kattaroq bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundim aka, rahmat. Ho'p, boyagi savolingizga javob berib ketay endi. Sizni boyagi savolingizga javob, GPSNR qanaqa holatda ishlatishingizni tushuntirib ketaman. Mana bu GPSNR holatini ko'rdingiz, to'g'rimi? Mana bu GPSNR engulfing holatini ko'rdingiz. Va shu nuqtaga nisbatan tik holatda bo'ladi. Tik holat nima bo'ladi? Bozor chiqib ketish jarayoni bor shoda, to'g'rimi? Mana bu holatda buy, masalan, buy ham bor. Buy chiqdi. Buy chiqib ketyapmiz. Mana chiqib ketdik. Doim unutmang. Bozor testni doim GPSNRning ichidagi base ga beradi. Mana sizga ham bitta joyi. Eng kerakli joylardan bittasi. GPSNR mana shu ikkita shpilkani orasidagi base qolib ketgan bo'ladi. O'shanga test berib bozor impuls oladi yana. Nodir aka, savollaringiz bormi? Sizning savollaringiz bor edi. Rahmat aka. Bor aka. Nodir aka, sizni savollaringiz qoldi. Savolim yo'q. Dars yaxshi ketyapti. Shu savollarni hammasini shu oxirida bersak zo'r bo'larmi demoqchi edim. Yo'q, o'zi bo'ldi, dars tugagan. Ya'ni darsni sizga tushuntirib berdim hammaga. Faqatgina sizlarga kombo qilib beryapman. Mana engulfing bilan IV zonalaringiz ichidagi shakllanadigan shamlar, mana bu GPSNRning ichidagi shakllanadigan shamlarni qachon aktual bo'lishigacha tushuntirdim. Jasur aka, mana shu base qilish doim katta time frame'da yuz beradi. Nima deysiz aka? Base qilish doim base qilish doim katta time frame'larda ishlatiladi. Katta time frame'dan g'oya olasiz, kichkina time frame'da base'ni olasiz. Endi ushbu holatga xohlasangiz misol ham ko'rsatishim mumkin. Doim qayerga bo'ladi? Atrofdagi zonalarda bo'ladi, to'g'rimi? Iloji boricha qayerda bo'lsin dedim. Atrofdagi zonamizdagi base zonamiz bo'lishi kerak. E'tibor beringizlar, atrofdagi zonani ostidagi, masalan, GPSNR zonalarimiz bu, qandaydir zonalarimiz bor-ku, mana bu nima uchun impuls bo'ldi deb o'ylaysiz? Mana bu qismga qarang. Mana bu atrofdagi zona, to'g'ri? O'zi mana bu atrofdagi zona. Qarang. Sniper enter qilmoqchi bo'lsangiz, atrofdagi zona bormi? Mana bu nima? GPSNRmi? Endi tushundim. E'tibor beryapsizmi? Impuls qayerga bo'lishini? Qarang, bu daily time frame. Enteringiz qaysi edi? H1 M30mi? H1 ko'raman. M30 da ichida bir nechta shamlar ichida base bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Qarang, agarda siz shamlarni tushunmaydigan bo'lsangiz, sizga eng oson usulni o'rgataman. Shamlar tushunarsiz holatda turibdi, to'g'rimi? O'zidan bitta katta time frame o'ting. Ya'ni bozorni filtrlang o'sha joyda. Va ushbu holatning ichida men hozirgi ko'rsatgan base'im bormi? Mana bu base'mi? Bitta shamning ichida bir nechta harakatning shami bu impulsning sham bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shu zonada bozor qilgan ekan. Mana bozor qanday tushib ketdi shu zonada? 8 kun tushib ketdi. Tushundingizlarmi o'zingizda g'oya nimaligini? Sizlar borku faqatgina ko'pchilik ko'rko'rona ishlaydi-da. Nima uchun shu narsa qoladi? Nimani ichida qolyapti? Qaysi zonaga nisbatan qolyapti? Shu narsalarga e'tibor berish kerak-da. Kimda qoldi savollar? Mana bu qarang. Mana bu holatni xohlasalaringiz rasm olib olingizda. Mana bu holat, to'g'rimi? GPSNR holati. Buni ichidagi H1 time frame nimasi? Base holati o'shani. Nodir aka, tushundingizmi aka siz?
To'g'risini aytsam, nimani? Tushunyapman, yaxshi ketyapti deyman. Yo'q, bo'ldi, o'zi yaxshi ketadiganini bilaman. Hozir o'tirsam ko'p narsalarni ochib qo'yaman-da. O'zi mavzudan chetga chiqyapmiz-da o'sha. Sekin. Kimda savol bor mavzuga oid? Bekzod aka, yana qolganlarda savollar bormi aka? Bemalol agar bo'lsa aytsalar. Lekin bitta narsani ham ko'rsatib ketay, qarang. Har bir ko'rsatishdan deyapti, entry. entry qarang. Entry qilishni ko'rsatib bersin deyapti. Xo'p, entry qilishni ham hozir tushuntirib beraman. Qarangizlar, mayli bitta joyda aytay. Doim kuchli impulslar gapdan bo'ladi. Shuni ham aytib ketay. Gapdan bo'ladigan payt entry qanaqa bo'ladi? Atrobotka zonadagi gap bo'lsa, shuni izlab, doim tekshirib ko'ringizlar. Mana bu o'zi nima bo'lyapti? Debir time frame'da bitta sham ko'rinyapti, to'g'rimi? Debir time frame'da bitta sham ko'rinyaptimi? Bu H4 yoki H1 time frame'da struktura holatini beradi. Mana bu nima? H4 time frame'da high, low, high, to'g'rimi? E'tibor berdingizlarmi? Ya'ni H4 time frame'dagi struktura, qoida qarang. H4 time frame'dagi struktura Debir time frame'dagi gapni aktuallashtirib qo'yadi. Ya'ni H4 time frame'dagi struktura Debir time frame'dagi shamni aktuallashtiryapti. Entry qanaqa bo'ladi? Entry doim shu zonaga kelgandan so'ng birinchi tekshirasiz. Shu zonada base holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha zonani o'zidan entry qilinadi. Entries mana. Bitta shamning ichida qani harakat? Shu zonaga nisbatan bitta base bo'lgan holat. Mana bu cell sham bo'ladigan bo'lsa, cell shamning ichida bir nechta harakat bo'lish kerak. Bitta, ikkita, uchta sham yorib o'tdi. Mana bu entry zonangiz bo'ladi. Mana. Stopingiz shu base'da tagiga qo'yiladi. Chunki take profit juda ham katta bo'ladi. Ya'ni bu eni g'oyasi bo'yicha GPSNR'da g'oyasi bo'yicha GPSNR'da oldimi atrobotkaga hujum qiladi doim. Eng yaqin atrobotkaga boradi bozor. Kimda savol bo'lsa yana aytingizlar. Bunisiga ham e'tibor bering. Zonani oldi, e'tibor bering. Zonani olyapti GPSNR bo'yicha. Zonani olgandan keyin stopingiz minimum tagiga turyapti. Birinchi hujum qiladigan zonani qayerga deyapman? Eng yaqin atrobotka, mana atrobotka zonamiz. Mana atrobotka zonamizga borib beradi. Ixtiyoriy holatini tekshirib chiqing. Ixtiyoriy holatini tekshirib chiqing. To'g'ri, undan ham uchib ketishi mumkin, lekin birinchi tegiz atrobotka zona bo'ladi. Bekzod aka, savollari kim agar entry degan bo'lsa aytaversin. Nima bo'yicha entry desa, o'sha bo'yicha tushuntirib beraman. Mana bu GPSNR bo'yicha entrysi. GPSNR bo'yicha o'sha base shami qolib ketadi. Base ichidagi sham o'zi entry zona bo'ladi. Uni ichida tasdiq kutilmaydi. Bu tasdiqsiz qilinadigan entry. Tasdiqsiz qilinadigan entry, endi qo'polroq aytsam, boshqa sistemaning ichida yo'q. Ya'ni bu tasdiq struktura kutmaysiz, liquid zona kutmaysiz, hech narsa kutmaysiz. Faqatgina shu qolib ketilgan shamni olasiz, base shamni, o'sha zonaning ichiga kelgandan keyin enter qilasiz. Maksimum stopingiz 40 punkt bo'ladi. 40 punktli stop bilan ishlaysiz. Bo'ldi, tekis qancha bo'ladi? 240 punkt. Bu zonadan kirgansiz. Stopingiz 50 punkt, tekis 490 punkt. Doim eng yaqin atrobotkaga borib beradi. Ana aytadi, borib bermasa telefon qilasizlar deydi-ku. Xuddi shunaqa gapda. Aka, assalomu alaykum. Savolim bor edi. Assalomu alaykum. Ayting aka, savol. Aka, aynan qanaqa qilib bilsak bo'ladi mana bu zonaga impuls bilan tushib keladi-ku bozor. Ko'pchilikni masalan psixologiyasi ko'tarmaydi. Lotlarni tiqaveradi masalan tepadan aynan base zonaligini bilmasa-da, base zonadan pastga oqib ketaversa, stop qayerda bo'ladi? Yoki 40 punkt yegandan keyin chiqish kerakmi? Endi qarang, siz bitta qoida bor. Base zona deyapsiz, to'g'rimi? Yoki gap SNR zona deyapsiz, yoki SND zona deyapsiz, yoki qanaqadir поглощение zona dedik, to'g'rimi? Sizda endi bitta ключевой zonasi nima? Doim zonadan oldin liquid bo'lsa, o'sha zonangiz 2 barobar kuchli ishlaydi. Masalan, efirimni ham o'tiring. Ya'ni mana bu zona, to'g'rimi? Qarang, bu zona. To'g'rimi? Ismingiz nima sizda? Ismingiz bilan murojaat qiling. Islom? Islom. Nuriston, qarang. Bu zona, to'g'rimi? Mana bu zona. Zonadan oldin nima bor? Liquid bormi? Zonadan oldin liquid bormi? Bu zonangiz xohlaysizmi, xohlamaysizmi ishlab beradi.
hech bo'lmaganga o'qib aytganda 1 ga 2 sadnashini ishlab beradi. Xo'p, bu zonangizni qarang. Mana bu zonangizni ko'ryapsizmi? Bu zonangizni ko'ryapsiz. Endi shamlar ketma-ketligi bor. Sizlarga to'g'risini aytsam, hozir ikkita mavzu bilan polni bozor tushuntirib bera olmayman-da. G'oyalar bor ketma-ket. Bu sham, mana bu sham, mana bu sham, mana bu sham yechilmadi. Tushunyapsizmi? Masalan, efirlarimga o'tirsangiz, men aytayapman sizga, ketma-ketligim bor-da mana. Tushuntirib bera olaman. Sizga hozir 1 soatlik efirda butun bir bozorni ochib bera olmayman. Zonalar ishlashini tushuntirdim, lekin zonalar nimaga asosan ishlashini tushuntirmadim, to'g'rimi? Zonaga kelish jarayoni bor dedim. Bu nima? Likvidnessmi? Likvidni tozalaydi, bozor zonani atrofga hujum qiladi. Tushundingizmi, Ruslan? Tushundim. Oldingi videolaringizni ham ko'rdim SNR bo'yicha. U SNR polni narsalar ochilmagan, bir qismi ochilganda. Yo'q, lekin foyda olganman o'sha joydan ham. Hozir to'g'risi ozgina anavi ekan, sal qiyinroq ekan, endi praktika qilib ko'rish kerak deb o'yladim. Yo'q, buni video zapis bo'ladi-ku, Begzod aka zapis qilyapti, YouTube'ga joylaydilar. O'sha narsani yana bir ko'rsalaringiz bo'ladi. Muammo joyi yo'q uni. Lekin men o'zim eng yaxshi ko'rib ishlatadigan narsam doim zonaga kelgandan keyin kompressing kutaman. Nima deydi? Ya'ni bozorda siqilishini kutaman. Ya'ni bozor siqilib keladi-yu bozor, mana bu rasmida. Kichkina bo'lib keladi, minimum, maksimum. Mana bu zona-ku. E'tibor bering. Zonaga nisbatan siqilib kelyaptimi? Mana shu zonadan bitta base olaman, GPS'ni, bitta engulfingni olaman, impuls ushlayman. Aka, 1 oydan beri maqtanish emas, 1 oydan beri ixtiyoriy signalimni tekshirib ko'ring, bironta stop bo'lganmi yo'qmi? 1 oydan beri tekshirib ko'ring. Community bo'ladimi, общий kanalim bo'ladimi, maqtanish emas, любойni tekshirib ko'ring. Tem bo'li tillov bo'yicha. Aka, shuni boshqatdan aytib o'rasizmi? Engulfing. Qarang, men sizga kombo holati. Engulfing birinchi tasdiqingiz, ikkinchi tasdiqingiz trend bo'ladi doim. Uchinchi tasdiqingiz mana bu zona buzib ketishidan oldin gap SNR bo'ladi. Gap SNR'ingizning ichida base bo'ladi va compressingdan keyin kuchli impuls ushlaysiz doim. Mana 5 ta narsa olasizmi? Grafik. Men xuddi shunaqa qilib, o'sha baselarni ham qo'shib. Aka, mana buni men tushuntirdim. Mana holatni tushuntirdim. D1 time frame mana qarang. Atrofga H4 qarang. Ismingiz nima aka sizda? X qo'ygansiz. Farruh. Yo'q, просто o'sha, ana biz tushunib olishimiz uchun ertaga ko'rganlarcha shablon qilib olishimiz uchun deyotgandim-da, просто. Yo'q, tushundim aka, siz o'shaning uchun tushuntiraman. Bozorda maksimum bor, minimum bor, to'g'rimi? Bozor maksimum nima qilib qo'ydi? Sindirdimi? Da. Farruh aka, bu zona nima bo'lib qoldi? Atrofga qoldi, to'g'rimi? To'g'ri. Atrofda zonamiz bor. D1 time frame'da shu zonamizning ichida nima bor? Gap bormi? Mana ikkita shamni orasidagi sham bormi? H1 time frame e'tibor bering. O'sha joyga o'taman. O'sha joyga, boshqa joyga o'tmayapman. Aytayapman, H1 D1 time frame'ning enterisi M30 va H1 da boshiga birinchisiga aytganman. Zapisni ko'rasiz. M30 time frame bitta o'tib ko'raman. Qarang. Mana bu nima? Bitta sell shamning ichida nechta harakat bo'ldi bozorda? Bir nechta harakat bo'ldi. Bu sham nima bo'ldi? Base holat bo'ldimi? 3 ta tasdiq bo'ldimi? Shu zonaga kelgandan so'ng kelgunga qadar, men kelgandan so'ng demayapman. Kelgunga qadar bozor nimalar qoldirib ketgan? Yechilmagan shamlarni qoldirib ketdi, to'g'rimi? Mana, to'g'ri. 3 ta, 4 ta. Bu likvidness. 4 ta tasdig'im bor. Ushbu zonaga kelgandan keyin men tasdiqsiz buy kiraman. Tasdiqsiz buy kiraman. Qayergacha degan savol tug'iladi. Atrofotgacha. Tushundingizmi endi? Tushundim. Rahmat kattaku. Xo'p, yana kimda qoldi savollar? Agar kimdadir savollar bo'lsa beringizda. Bo'lmasa, bugungi mavzu qarangizlar-da, masalan, deymiz. Qarangizlar, SNR zonalar deymiz-ku, sizlar tushunishlaringiz kerak. Masalan, Begzod akaning ham o'zining sistemasi aktual, zo'r ishlaydi. Big Trader'da ham o'zining sistemasi zo'r ishlaydi. Hammani o'zi uchun sistema qilib qo'yganda, to'g'ri tushundingizda. Ya'ni o'sha sistema qaysi strategiya yo'qsa, o'sha bo'yicha ishlaysiz. Ya'ni kimnidir xarakteriga struktura tushadi. Kimnidir xarakteriga uzoq muddatli tushadi. Ya'ni qanaqadir xarakterga boshqa strategiya tushadi. Sizlar o'zlaringizga munosib bilan tanlaysizlar. Ko'pchilik unaqa emas. Ko'pchilik bo'ki qaysi strategiya zo'r ishlaydigan bo'lsa, o'shani ishlatadi. Yo'q, u xato. Siz uni strategiyasiga moslasha olmaysiz. U inson, u trader, u strategiyaga moslashga,
siz u strategiyaga moslashish uchun necha yil vaqt ketgan. Tushunyapsizlarmi? Masalan, men hozir mana shu strategiya GPSlar bo'yicha men oddiy qilib aytsam 6 oy vaqtim ketgan. Ya'ni aktual holati, qachon ishlaydi, qachon ishlamaydi, har bitta holatini tahlil qilib chiqqanmizda. To'g'ri, mana bu GPSlar deyilganda ko'pchilikning xayoliga oddiy qilib aytilganda qiziq voqealar kelgan bo'lsa, multikka o'xshagan fikrlar kelganda, chunki u inson tushunmaydi hali GPSlarni. Bir narsani to'g'ri tushuningizlar. GPSlarni tushunishingiz uchun uni mohiyatiga yetishingiz kerak. Har bitta strategiyani o'zining mohiyati bor. Qayerda ishlab, qayerda ishlamas holati bor. Qayerda aktual bo'ladi, qachon struktura bilan ishlatiladi, qachon liquidness bilan ishlatiladi. O'sha holatlari bor. Siz bitta kirib olib, mana bu yerda bu GPSlar unaqa. Yo'q, GPSlarning birinchi mohiyatini tushuning, keyin u fikrni bildirsangiz bo'ladi bu fikrga. U xatoda siz fikrlaydigan narsangiz. Men xohlasangiz ixtiyoriy ikki bitta joyini ham aytaman. Ixtiyoriy paytingiz, ixtiyoriy life soatimni isbotlab bera olaman. Hech kim, mana zubdayib maqtanishim, hech kim O'zbekiston bo'yicha 4 yildan beri trade qilmaydi. Har kuni trade qilib bermaydi. Men sizga isboti bilan ko'rsatib qo'yishim mumkin. Har kuni live savdo bo'ladiganini, har kuni live savdoda mana shu narsa orqali daromad qiladiganini ko'rsatib berishim mumkin. Qayerda? Mana shu qancha stop olingan? Qancha stop qo'yilgan? Masalan, o'zlaringiz fikrlab aytingizda. Hozir bir minut. Stop qancha? Yo'q, full take. Qancha stop? Bitta ko'ring qani. Mana bozorda yaqinlashtiraman. Qancha stop? Tekkacha borgan holatigacha isbotlab beraman. Undan keyinlar daromadlarim. Zonalar nima uchun ketyapti? Mana bu zona base holati, e'tibor bering. Base holatidan impuls bo'ladigan holatgacha. Bo'ynaman nima dedim? Mana bu rasmga 3-valna bo'ladi dedim. To'g'rimi, Nodir aka? Mana bu nima? 1-valnami? Bu nima? 2-valnami? 3-valnadan nima bo'ladi dedim. Kuchli impuls bo'ladi dedim. Mana o'zim ishlatadigan narsani sizlarga tushuntiryapman. Faqatgina buni tushunish uchun oddiy qilib aytilganda fikrlash kerak-da. Men har bitta o'zim ishlatadigan strategiyamni o'zim isbotlab bera olaman. Xohlasa, kimdir masalan shunchalik zo'r bo'lgan desa yoki strategiyani ustidan kuladigan bo'lsa, live savdoda isbotlab berishim mumkin. Ixtiyoriy payt, seryozni. Men xohlagan paytda live savdoga isbotlab bera olaman. Mana har bittasi. Atrobotka zonamda aging bor, aging zona ichida GPSnarim bor, GPSnarim bo'yicha sel beryapman. Mana tayyor sistema. Sizga boshqa narsa kerak yo'q. Prosta endi uni ishlatishni bilish ham bitta mahoratda. Chunki mana bu 3-valna bekordan bekor aytilmaydi. Buni keladigan joylari bor. Tushundingizmi? Endi kimlar qolgan bo'lsa savollaringizni bersalaringiz bo'ladi. Bo'lmasa bugunga savollarim tugadi o'zimni ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Majlisdan bir tarafdan bir savol beraveraylik, ammo hech bir yetib borolmayapti savolga. Aka, mana bu strategiyangiz bir haftada necha marta shunaqa setup berishim mumkin va tasdiqlaydimi? Qarang, men o'zim bitta sistema bo'yicha ishlayman. Men o'zim ishlaydigan sistemam bor. Oddiy qilib aytaman-da, har bitta sistemam bo'yicha aktual ishlaman. GPSlar bo'yicha ishlayman. Bozorda birinchi navbatda nimani his qilsangiz, Engulfing bo'yicha ishlaysizmi, SND bo'yicha ishlaysizmi, setupingiz qaysi biriga to'g'ri kelsa, o'sha bo'yicha ishlayman. Men chunki to'g'risini aytaman, Bekzod akaga ham o'qib kelganman, Bekzod aka aytishi mumkin. Realni, men kuchli deb bilgan treyderlarga hammasiga o'qib chiqaman. Masalan, Bekzod aka, sherdan Bekzod aka chiqib ketdimi? Shuni. Bekzod aka, men masalan sizda oldingizga qachon bordim? 1 yil oldinmi yo 1,5 yil oldin borganman, Komil akalar bor paytda. Ro'zada keluvdi-da. O'tgan yil ro'zadan keyin borganman. Mana shu insonni masalan sistemalarni ko'rganman, realni aytaman. Bu maqtanish emas yoki paxta qo'yish emas. O'sha paytda men sistemalarni ko'rganman, sistemalar menga yoqqan, borib o'qiganman. Men ana unaqa ana 100 xotir degan narsa yo'q. O'zingizdan kuchli inson bormi? Bilimi kuchlimi? Borib o'rganaman men. Masalan, siz Nodir aka, agar siz bilingiz zo'r bo'lsa, hozir men sizdan borib o'qiyman. Tushunyapsiz? Buni aybi yo'q, bilim olish hech qachon ayb emas. Ya'ni qaysi setup sizning xarakteringizga tushsa, o'sha setup bo'yicha ishlashingiz kerak. Yo'q, kimdir setupiga moslashish emas, prosta o'zingiz sistemangizga moslashtirib qo'ying bo'ldi demoqchiman. Shunaqa joylari bor bozorda. Kimda savollar qoldi?
Agar savollaringiz bo'lmasa, to'g'risini aytamay, vebinarimizda bugungi o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim shu. Buni ham chuqurlashtirsalaringiz bo'ladi. Vaqt davomida chuqurlashtirib olasiz. Uni live'da tushuntirib ketaveraman, muammo joyi yo'qmi? Live savdo paytim kiring, shu bo'yicha nima uchun savollaysiz, qanaqa savolingiz bo'lsa, o'shani tushuntirib beraman. Shunaqa. Bu bola har kuni live qiladi. Misol o'tib tuzatsanglar bo'ladi bemalol. Agar strategiya sizlarni qiziqtirib, mana shu o'rganmoqchi bo'lsanglar, mana shu live'da so'rab yana o'zlashtirsanglar bo'ladi bemalol. Aka shu bir Qashqarda bir ko'rsatib bera olmaysizmi? Qashqardan zona olib bitta ko'rsatib bera olmaysizmi? Iloji bo'lsa. Iltimos. Qarang. Birinchi navbatda men bozorda nimasiga e'tibor beraman dedim. H4, to'g'rimi? H4 e'tibor beradigan qismlarimdan bittasi. H4da bozor qanday holatda turibdi? O'zi kecha bozorni men o'quvchilarga analiz ham qilib berganman. Sizlarga svejli bozordan ko'rsatib beray. Qarang, bozorda birinchi qoida. Bizda birinchi nima dedik? Bozorda maksimum bor, minimum bor, to'g'rimi? Bozorda maksimumida nima shakllanadi dedim. Kim savol berdi shu savolni? Men berdim aka. Engulfing bo'ladi dedim. Engulfing bo'ladi. Bu engulfing aktual turadi dedim, to'g'rimi? Bu engulfing qachon ishlatmaymiz dedim. Qachonki buzib o'tsa ishlatmaymiz dedim, to'g'rimi? Bozorda engulfing mana shu zonasidan kecha sel berilgan. Bozor engulfing bo'yicha sel berildi. Bozor buni nima qilib qo'ydi? Sindirib o'tdimi? Nima qilib qo'ydi bu yoqda? Engulfing qildimi? Bozor qayerdan o'qdi? Engulfing o'qdimi? Xo'p, endi bugungi bozorda xohlasalaringiz screenshot qilib qo'yingizda. Men sizlar uchun live savdoda polni analiz qilib beraman. Mana hozirgi bozorda уже kelib turgan zonamizga. Qarang. Eng kulgili joyi Bek communityda kimlar bu? Men borman. Communityda ulashyapti akam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shu bugun live'da Bek aka bilan unaqa qildik. Live trade'da fikr almashdik, to'g'rimi? Kim bor edi o'sha paytda? O'sha zo'r narsani o'rgatdingiz o'sha paytda ham. Men nima dedim o'sha paytda? Mana bu trendimiz bo'yicha magnit qiladi dedim. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Shu zonaga kirib tegadi dedimmi, yo'qmi? Mana efirdagi tegadi dedingiz, magnitniy zona tortadi dedingiz. Tam tepada magnitniy zona bor dedingiz. Nima uchun aytdim? Ketma-ketligi bor dedim, to'g'rimi? Endi qarang. To'g'ri. Bu masalan meni community emas. Masalan, men efirdagilar ko'rib turibdi. Bu meni community emas. Prosta bek trader bilan masalan qo'shib qo'ydi, fikr almashyapmiz. Men aytdim, ketma-ketlik bor bozorda, algoritmi bor bozorda. O'zini qonun qoidalari bor dedim. Xo'p, endi qarang. Men nima uchun aytdim bu gapni? M30 time frame'im bor, to'g'rimi? M30 time frame holatimni ko'rdim, M15 time frame holatimni ko'rdim. Qarang, o'sha paytda efirda turganlar men ular chiqib ketamiz deyishdi, to'g'rimi? Sendan chiqib ketamiz deyishdimi? Men nima dedim? Baydan chiqib ketamiz deyishganga men baydan chiqib ketmaymiz. Hali mana bu shamni bozor отказ qilmadi dedim, to'g'rimi? Endi bilmadim, eshitgan bo'lsangiz isboti bilan turibdi-da. Zapislarni tashlab tepaga magnitniy zonaga yetib kelsagina keyin ketadi dedingiz-da. Bu nima uchun mana magnitniy zonaga boradi dedim? Chunki mana bu his qilinmagan sham bor dedim, to'g'rimi? Hali bozor bunga chiqamiz. Lekin bu sham, bu his qilish kerak bo'lgan sham. Bu zonani yuqorisiga chiqib olsa nima bo'ladi dedim. Impuls bilan chiqib ketamiz. Lekin bozor bizga eng chiroyli holat qilib berdi. Juda ham chiroyli holat qilib berdi. Qarang, M15 time frame'imizda bozor ketma-ketligi bo'yicha o'zini shamini yechmadi. Bu bizga bitta signal. Ya'ni mana bu sham, mana bu sham, mana bu sham bir-birini yechmadi. Demak, siz tushunib yetishingiz kerakki, M30 time frame'dagi mana bu zonamiz, ya'ni zonani boshqa belgilayman, endi hamma har xil belgilaydi. Mana bu zonamiz va bizda mana bu trendimiz aktual turadi. Buzmaydi buni. Mana buni buzmaydi. Bu likvid, bu tortadi, bu liniya tortadi. Magnitli liniya deb bekorga aytilmagan, bu tortadi. Bu zonaga borib urgandan keyin kuchli sell bo'lishini ko'rishlaringiz kerak. Kuchli sell bo'ladi. Lekin degan joyi bor. Birinchi navbatda e'tibor bering. Zonaga bozor kompressing holatda chiqyaptimi yo oddiy holatda chiqyaptimi? Bu holatni biz H1 time frame da ko'rgan bo'lsak, siz tushunishingiz kerakki, M15 time frame, M5 time frame nima edi bizda? Enter time frame.
M5 time frame'da qanaqa holatda ketyapti o'zi? Bir-birini atrofga zonada ketyapti, to'g'rimi? Endi shu zonaga nisbatan urg'u nimaga berilyapti? Mana shu zonaga berilyapti. Men mana bu zonaga bermayapman, yo mana bu hayga bermayapman. Men zonani urg'uni mana bunga beryapman. Bozor mana shu holatda chiqsa, shu zonaga borganimdan keyin mana shu oxirgi kelgan minimumni bozor bitta breakout qilsa, impulsni ko'rasiz. Tushundingizmi bekrojanga? Mana oddiy strategiya. Ketma-ketlik. Lekin shu zonaga bormasdan, boyna ham o'sha ertalab ham aytilgan gap. Birinchi bu zonaga kelganda edi, buni buzib ketadi dedim. Nima uchun? Chunki maqsad bozorda ketma-ketlikni tushunish kerak. Nimani olgandan so'ng nimaga hujum qilishini tushunishingiz kerak. Bu faqatgina bozorda support resistentdan tasdiqlanmagan bozor. Bozorda o'zini ketma-ketligini tushuning deyapman-da, his qilish kerak bozorda ozgina. Qolgan narsa yo'q bu yoqda. Bunda bozorda hech qanaqa kulchovoy narsa yo'q. Bitta narsani to'g'ri tushuningiz. Bozorda faqat ketma-ketlik bor. Bu bekordan bekor mana shu narsa, hozir hammani oldiga isbotlab ham tushuntirib beraman. Bekordan bekor mana bu narsa bo'ladi demadimmi? Chunki qarang. O'xshashlik bor bozorda. Ya'ni aura tushunchasi. Mana bu bo'shliq bilan mana bu bo'shliq bir xil. Mana bu impuls bilan mana bu impuls bir xil bo'lishi kerak. Tushundingizlarmi? Bozorda bir-birini to'ldirilish degan g'oya shu. Endi bozorda shu ketma-ketliklar bor-da. O'shaning uchun. Kimlardir savollar bormi? Bizdan kech bo'lib qoldi. Qolmadi menga savollar. Yo'q, rahmat. Rahmat. Begzod aka. Mana aka, seminda. Rahmat kattakon Jasur aka. Sizga ham rahmat. Begzod aka. Jasur aka, rahmat aka. Sog' bo'ling. Xursand bo'ldim. Siz rahmat aka. Xo'p. Bo'ldi aka, rahmat. Sog' bo'lasiz aka. Keyin Begzod aka. Xo'p. Begzod aka, iloji bormi shu efirni o'zimga tashlab berishdi? Chunki sizni kanalingizda o'zimga. Xo'p aka, rahmat. Menimcha sizga boradi, siz menga tashlab berishingiz kerak. Menga boramiz. Siz bosgansiz-a prosta. Zapsni men bosganman, xolos. Efirni siz boshladingiz-ku. Ha, bo'ldi aka, rahmat. Menga tashlab berasiz. Bo'ldi aka, rahmat. Sog' bo'lasiz. Xo'p, rahmat. Hammaga rahmat.